bo'ldi 965 kundan keyin siz o'zbekchada ko'proq gapirishni boshladi. Offlinedan onlaynga o'tib ketish orasidagi transition shunda qanaqa bo'ldi? Mani har doim ustoz sifatida ko'rgan-ku. Ammo bu yoqda ideallar bilan nimalar bilan yuribman-da. Beginnerni o'qib tugatgan, elementaryni o'qib tugatgan, pre-intermediate o'qib tugatgan, intermediate-ni o'qigan-u, tugaganmi yo'qmi bilmadim, lekin shu IELTS o'tadigan joyda menga kerakmi o'zi deb qoldim deyapti-da. Tabriklayman, sizni depressiya deydi. U yosh boladan ham bo'lar ekan-da, demak 15, 16, 17 yosh. Voy, kuchlarda ham bo'ladi. Bizga nimadirni o'rgatasizmi yoki faqat kursiz reklama qilasizmi? Voy, bu qanaqa narxlar? Oldin Instagramda giveaway degan narsalar bo'lardi. Katta zalda 100 kishilik gruppalarni o'qitganman qachondir. Hammani to'pla, alohida kanal qil, ular sizni taniydimi yo'qmi-da? Hozir buni qo'ymasam Xafa xafa bo'lib qoladi, bo'lishlariga- shaqa bo'ladi. Manda ham boshliqda. Agarda siz, masalan, mana shu podkastni ko'rayotganlar, xursand bo'lib, o'ynab, kulib o'rganayotgan bo'lsangiz va oson qabul qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz o'rganmayapsiz. Ketdi. Stratosferaga uchib ketsam olmay. Elam. Birinchisi zo'r bo'lgan. Yaxshi, juda ham yaxshi bo'lgan. Hamma aytadi, hozirgacha o'sha hamma aytadi. Bir kuni ana IELTS hub bor-ku, bilasizmi, bizning gruppamiz bor o'z bolalarni, IELTSchilarning choyxonasi bor. O'shanda o'tirdik, keyin endi u yoqda onlaynni hate qiladigan, eng onlaynda auditoriyasi kam bo'lgan o'zimanda. Nimadan gap chiqib qoldi, qisqasi, davay san ham yurg'iz, blogingni u yoq bu yoq bo'ldida. Keyin meni hech kim tanimaydi-ku dedim-da. Davay hozircha uni o'zidan so'raymiz, kimlar taniydi, kimlar tanimaydi dedi. Keyin bir kishi endi Telegramga yozardi, mana shu odamni kimdir taniydim deb. Keyin bolalardan bitta so'rab chiqdim men o'zim, taniysizlarmi yo'qmi, nimadan tanigansizlar deb. Hamma o'sha podkast aytdi. Ha, podkast aytdi. Men o'sha YouTube'da ko'rganman, podkastlar zo'r bo'lgan, barnoma o'qiyman bilan birga ko'rganman degan. Men sizni mashinaga kamera qo'yib yuborib gapirib ketayotgan videongizdan keyin taniganman. IELTS bilim emas deganmi? Ha, aytganman. Bingo. 100%. Bor ekan, Millionta shoxga like gapirgan. deganman. Millionta like. 200% qo'shilaman deb. Zo'r bo'lgan. Zo'r hype bo'lgan. U paytda Zo'r hali ketayotdingiz. Okay, nega to'xtab qoldingiz? bu meni o'sha karyeramdagi qilgan eng katta xatoingiz nima degan savol beradi-ku. Eng katta qilgan xatoingiz nima? O'sha eng katta xatom o'zi onlaynni tashlab qo'yganim bo'lgan. Men hozir endi buni tushunib aytyapman. Boyani aytdingiz-ku. Eng onlaynni hate qiladigan odam deb. U picturedan sal chiqaman endi men. Qaytyapman, onlayn yaxshi. Onlayn zo'r. Endi onlayn anu qanaqadir kurslar, tamom, siz bilan gaplashgan, infotsiganskiy bizneslar emas u. Bir 4 soatlik podkast ichida podkast bo'lganda. Ha, u haqiqiy nima deydi, bir качественный endi onlayn produkt qilish bo'lsa, men yo'q demasdim, shunga qaytamanmi deb o'zi o'ylab turibman. Onlayn yaxshi bar, onlayn qochib qutulib bo'lmaydigan yo'l. O'sha paytda men aytganman. Shunaqa. Men o'sha payt aytganman, esingizda bo'lsa, onlayn baribir voz kechib bo'lmaydigan narsa. Men o'zim onlayn o'rganaman. Onlaynni chiqarib tashlab bo'lmaydi bozordan. Lekin onlayn qilganga yarasha качественный qilish kerak deb o'sha paytda aytdim. Hali ham o'sha fikrimdaman, unaqa fikrimdan qaytganim yo'q, lekin onlaynga hate, oldingidaqa hate menda уже yo'q. Endi ko'p nekatsionlarimiz bozor birdaniga to'lib ketdi-da. Shunaqa bo'ldi. Hamma onlaynni nimasini yaxshi ko'rib qoldi, marjasi katta, avqlat bo'lsa 0 deb o'ylashdi-da. Hamma bo'ldi, zo'r soqqa qilar ekan dedi-da. Bo'lar bo'lmag'ir kurslar ko'payib ketaverdi. Bitta webinar qilsam o'zi menga 1000 ta odam yozilar ekan, hammasi bo'lib ketar ekan. Mashhur coachchi $1000 turadigan kursidan bo'lakcha ko'rdim-da. Endi men ham psixologiyaga qiziqaman, shaxsiy rivojlanishga. 100 ta sabab yoz, o'zingni nega yomon ko'rasan. Aytayman, undan ko'ra arqon beraylik, o'zini osib o'ldirib qo'ya qolsin. Endi odam 100 ta sababni bilsa-da, yoki keyin yana 100 ta sabab yoz, nima uchun o'zingni yaxshi ko'rasan. Unda narsiz bo'lib keta qolsin. То есть g'alati zadaniyalar berishadi. Uni tagida nima yotibdi? O'ylanilmaydi-da. Afsuski, kemaga tushganni bari joni birda. Onlaynchimisiz deydi, bo'ldi. O'sha san nimadan dars berasan degan narsa yo'q. Men Chorsida marafonni e'lon qilishdan oldin go'sht sotadigan opadan iltimos qilaman, piyoz sotadigan akadan iltimos qilaman. Aka faqat mana buni ushlab tushib berasiz. Marafon bo'ldi. Yo'q deydi, sizlar vaynersizlar deydi. Ustimizdan qotasizlar deydi. Yo'q deyman, biz internetga, men o'qituvchiman, pedagogman, mana deyman, menda prikolli yo'q, vayla olmayman deyman-da. Menga achinarli narsa nima bo'lgan, Behruz, odamlar internetga kontent qilyapman desa, o'zbeklar sразу vayn tushunyapti-da. Prikollar, bloger degan so'z o'zi qanaqadir bir haqoratli so'zga aylanib qolgan. Xuddi shunga o'xshab, mana onlayn kurs qilaman, info lutboz deb o'ylaydi. Shunaqa. Sразу hamma bitta nimada qolib ketyapti-da. Bitta kemada bo'lgani uchun, onlayn bo'lgani uchun hamma bir xil hate yeyapti.
endi menimcha vaqt o'tishi bilan sekin joyga tushib ketaversa kerak. Bu o'zi bozorning qonuni. Men ham bitta mashhur shu sohadagi ekspertdan so'raganimda, endi xolismi yo'qmi, birdaniga mana talab bo'lib turganda taklif ko'payib ketib qolgandan keyin taklif ichlarida, musor takliflar ham bo'ladi, yaxshi takliflar ham bo'ladi. Lekin bozorning qonuni shuki, sekin уже оно выживает, самоадаптирующийся, самый сильный уже moslashgan, yaxshi bergan dars. Chunki anu palonchimi, darsi bo'lmaydi, reklama qilib sotadi, bo'lmaydi-ku deydi. Odamlar ahmoq emas, lekin vaqt kerak. Endi qaysidir podkastda menimcha Shohruxlar bilan bo'lgan podkastda shu gapni aytganman. O'zi shu mana info bozorda ingliz tili kurslarini o'zini olib qaraydigan bo'lsak, bilmadim boshqa bozorlarda qanaqa, ingliz tilini o'zini olib qaraydigan bo'lsak, eng hamma narsani buzib yuborgan, hech hammaga yoqmagan bir tomonlar bo'lgan-ku o'sha paytda. Misol uchun 1 yil oldin, 2 yil oldin bo'lgan shunaqa narsalar. O'shalarning ko'pchiligiga prodyuserlar sabab bo'lgan deb o'ylayman. Chunki ustozda endi eng jamiyatning educated qismi, eng ziyoli qismi, deylik o'sha yoshlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan odamlar, ularni o'zi bunchalik bir tuban narsalarga yo'l qo'ymasdi. Misol uchun o'sha vebinarlarda yolg'on va'dalar, bir marketing ulug'lari, qanaqadir keywordlar bilan emotsional o'ynashish, odamlar bilan yoki vebinarlarni yaxshi o'tmasligi, o'sha odamlar aytayotgan, bu aldaydi degan narsani kelib chiqishiga ham sabab menimcha ustoz deb bilmayman. Chunki endi ustoz baribir jamiyatning eng nima deydi, toza qismida. Mana siz bilan shu narsa haqida ham gaplashganmiz, esingizda bo'lsa. Yaxshi ustoz bor, yaxshi biznesmen bor. Biz yaxshi ustoz bo'lsak kerak, yaxshi biznesmen emasmiz deb aytgandik-da. Chunki bu nechesni-ku, bu yaxshi emas-ku, bu hozir dishonestly bo'lyapti deb kurashib ketib qolamiz-da. Yana bitta shaxsiy rivojlanish bo'yicha juda ko'plar taniydigan, juda ham yaxshi ayol borlar-da. O'tirma vebinarlarda zo'r bilimlar beryaptilar, oxirida endi sotuv qismi keldi. Nima qiziq bo'ldi? Baribir sotuv qismiga kelganda, baribir mana tonlik siz ham mana men darsga kirib offline o'qitganimda ham bolalar endi 1 oy tugadi. Kuncha oy pul to'lashinglar kerak. Deb har qanaqadir g'alati aytardim-da. Yoki sizda bo'lsa, bir marta siz ofisga borganimda o'sha offline kurs berayotgan paytingiz IELTS free seat olmaysizmi desam, men unaqa o'quvchilarimga mana bu test sentriga topshir degan gapni ayta olmayman, mani vijdonim bu narsani ko'tarmaydi dedingiz. G'alati deb o'ylayman. Shunaqa. Ustozda endi baribir shunaqa. Sizlar topshiringlar, men bonus yig'aman-da, keyin sizlardan yig'ilgan bonusga men tekinga topshiraman deb aytish g'alati bo'lganda. Shuning uchun ham xos so'rasa ham, endi qo'yning nima islayapti, nimaga? Chunki ertaga bahona qilmasin deyman-da. Ustozim aytgan topshirganimda mana shunaqa bo'lardi deb bahona qilmas. Studentlar juda yaxshi ko'radi bahona qilishni. Havori anaqa yomon bo'lsa ham, boshi og'risa ham doim yoki quyosh sal balandroq chaqnasa. Voqeani aytib beryapti-da, shu juda ham yaxshi ayollar, shiringina tushuntirib beryaptilar. Endi ikki xil inson bo'lish kerak ekan deb o'yladim-da. Sotuv qismida baribir endi shuncha mehnat, necha yildan beri mehnat qilganda, endi sotib berish kerak-da. Shunaqa qizaryaptilar, uyalyaptilar. Notabiiy bo'lgani bilindimi? 3 xil anaqa bor. Sizlar o'ylamanglar, biz osmondan olmadik bu narxlarni. Yana tushuntirib ketyaptilar-da. Keyin mana hozir hamma o'tiribdi, yigitlarimiz, hamma bu yerda katta komanda, ular ham oylik olishadi-da. Keyin men chuvaman-da ularni-da. Chunki tashqaridan ko'rgan odam masalan o'ylaydi, bitta telefonni qo'yib qo'ydi-da. bo'ldi deb. 3 kunlik vebinarga mana sizlarga kartalarni ochamiz. Men $1200 prosta mana shunaqa yigitlar kelib, texnический поддержкasiga to'ladim. Soatiga 800 mingdan arendaga joyga to'ladim-da. Prosta yaxshiroq kачество bo'lsin, ko'rayotganda zo'r ko'rinsin deb. O'zimga qolsa uyda chashka kofemni damlab, o'zimni yaxshi ko'rgan natural habitatimda tam Telegramda live qilib, gaplashib 3 soatmi 3 soat, 4 soatmi 4 soat maza qilib, chunki o'zimni ham erkin his qilaman-da. U yoqda bitta xonada shuncha odam, har ularni ham o'ylaysiz hozir. Shunaqa. Chunki katta komanda, katta ответственность. Ya'ni o'ylamanglar bu onlayn havodan pul qilinyapti degan narsa yo'q. Inson masalan men necha yillik reputatsiyam bilan kirganman. Doim komanda bilan urushardim. Masalan, reputatsiyaga ta'sir qilib qolishi mumkin bo'lgan narsalarni aytmayman derdim. Mana shu podkastda aytganman, prodyuser agar shu sohaning ichidan bo'lganda edi, agar mana shu ingliz tili ustozligidan chiqqanda edi, точно bu gaplarni gapirmagan bo'lardi. Vebinarda mana bunaqa gap gapirasiz, oldin mana bu ishni qilasiz, keyin mana bu ishni qilasiz, oxirida prodajaga olib borgan payti mana bunaqa deysiz, keyin mana bunaqa emotsional ta'sir qilasiz degan gapni точно aytmagan bo'lardi deb o'shanda aytganman-da. Ya'ni
prodyuser bilan o'zi ustoz orasida katta farq bo'lib ketganligi uchun ham o'sha siz bilan men gaplashayotgan negativ joylar chiqib kelgan deb o'ylayman. Masalan, hozir ingliz tili ustozlarni onlayn bozordan oling, menimcha hozir bilmayman nechtasi prodyuser bilan ishlayapti. Men taniganlarning ichidan почти hech kim уже prodyuser bilan ishlamayapti. Demak, yaxshi emas ekanki, o'sha ish shunchalik ham sustainable bo'lmadi. Nima desam ekan? Yarim yo'lda qolib ketdi. Har xil insonlar bor, insoflilar bor, insofsizlar bor, chiqib raqamlarni chizadiganlar ham bor, kreditga mashina olib, mana kursimdan zo'r bo'lib ketdim deydigan, halol ishlaydiganlar bor, halol ishlamaydiganlar bor. Endi yana hozir hammasi shunaqa deb yaxshi vijdonlilarni ham anaqaga kirgizmay shu qatorga deyapman. To'g'ri. Lekin endi aksari men o'ylaymanki, o'sha ustozlarni qanaqadir bir chiziq chizib berib, o'shaning ichiga kirgizib, men endi vebinarlarning ko'pini tomosha qilganman, kommentlarni o'qirdim vebinar paytida. Sovg'a ber, bizga nimadirni o'rgatasizmi yoki faqat kursiz reklama qilasizmi? Voy, bu qanaqa narxlar? Voy, kursiz pullimi deydi. Shunaqa. Voy, ko'zlarim uchib ketdi deydi. Mani ota-onam necha yil anaqa qilishdi, tarbiya qilishdi, o'stirishdi, pul tikishdi, repetitorlarga bordim, havodan nafas olib, quyosh panellaridan anaqa qilmayman, energiya olmayman. Havodan nima oziq olib. To'g'ri tushuning, ota-onangiz ham pulga ishlaydi, aka-ukalaringiz ham pulga ishlaydi, biz ham pulga ishlaymiz, offlaynga kelsangiz ham pul to'laysiz-da, lekin nimagadir, mana Xudoga shukr shu narsa o'zgaryapti, Behruz. O'zgaryapti, lekin onlayn tekin emasmi? Nimaga tekin bo'lish kerak? Bu yoqda qancha mehnat turibdi-ku. Endi menimcha vaqt o'tgani bilan hammasi joyiga tushib ketadi deb umid qilamiz. Mana o'sha ancha odamlar. Mana masalan, menda webinar o'tkazganimda, o'sha oxirida sotuv bo'lishini bolalar bilardi. Bilishardi, kutib o'tirishardi. Pulni tayinlab, kartada bo'ldi. Barnopa yiliga 3 marta ochadilar. Hozir yozilish kerak degan ma'noda-da. Endi yana qachondir odamlar bu narsani normal holatda qabul qilishyapti. Lekin webinar qilaman, sizlarga 2 kunda uxlab meditatsiya qilib, millioner bo'lishni o'rgataman deb aldab suldab olib kirib oladi-da, 10 minut voy kirim chiqimliklarni yozib beringlar, unaqa qilinglar deydi-da, u yog'iga o'sha kurs reklamasi ketadi. Mani onam oldingi podkastda ham aytganman, arab tiliga borayotgan ekanlar, ustozlari aytibdi, voy, arab tili bo'yicha hozir zo'r webinar bo'ladi, bugun kiringlar debdilar-da. Keyin daftarlarini voy shiringina xotin bo'lib o'tiribdilar, uyimga keldilar, o'sha webinarda qatnashaman. Daftarlarni olib olganlar, tayyor o'tiribdilar, telefonlarni yoqib olganlar-da. Endi aldashmas, u bir bo'lgan bo'lsa dars 20 yoki 25 daqiqa bo'ldi-da, lekin onam uydan, nabiralardan anaqa olib, ruxsat olib, daftarlar sotib olib, kelib o'tirib, o'zim ko'zimda ko'rdim-da, mana umid bilan bilim olaman deb o'tiribdilar-da. Keyin oyim menga aytdilar, mani ingliz tili tushunmasalar, hamma webinarni televizorda ko'radilar-da. Keyin aytdilar, "Oyijon, mana qara, aldab olib kirib yubordi. Endi menga g'alati deydi bu. Mana webinarda dars o'taman deyman, bari oxirida sotib bo'ladi. Bu men nonim. Bu onlayn bozor." Endi g'alati bo'ldim. "Oyijon, farzandingiz ham shunaqa qiladi-yu, men ham webinar o'taman, oxirida kursimni aytaman" desam, aytdilar, "Qizim, sen kamida 1 soat o'tasan. Bu narsa men o'tirganman-ku. Mana qilinglar, har bitta gap ichida kursimga yoziling. Yo'q, men buni xoh etmayman. Kursimga yozilsangiz aytaman demaysan-ku, sen rostdan ham ber. Agar shunaqa qilmasang, dedilar, men sendan xafa bo'laman" debdi. Rostdan ham odamni umid qiladi. Hozir bir nima olaman deb kiradi-da. Shuning uchun ham sezgan bo'lsangiz, men 2 kunlik webinar qilmayman. O'shani hozir savol bermoqchidim. Qachondir yana webinar qilish planingiz bormi? O'sha oldingidan shu katta qilib, kelinglar, target reklamalarga palon pul sarflab, hozir juda katta sir-asrorlar ochilyapti. Yo'q, prosta mana anaqada Telegramdagi auditoriya zo'r auditoriya ekan. Agar Telegramdagi auditoriya bu hozir anaqani ko'rayotgan bo'lsa, podpishchilar, sizlarga bo'lgan muhabbatim o'zgacha. Bugundan meni Telegram kanalim ham aktivlasha boshlaydi. Yaxshi, adekvatni kitob o'qiydigan, menga juda ham yoqib qoldi. 1 yilcha oldin o'zimga kashf qildim Telegramdagi auditoriyani. Zo'r, juda ham yaxshi, saviyali odamlar. Ko'plar Instagram ishlatmas ekan. Yo'q, men Instagram ishlatmayman, chalg'iyman, deyapti, lekin Telegram'i bor, chunki ota-onasi so'rab turadi, qatta, shunaqada. Nima qildim? Shu ortiqcha pafos, bezatish, naqshlardan ko'ra kelinglar shu yoqda qilamiz deb. Chunki menga ham udobda, reklama yo'q, anaqa qil, hammani to'pla, alohida kanal qil, ular sizni taniydimi, yo'qmi-da, sovg'aga pora uchun kirgan. Oldin Instagramda giveaway degan narsalar bo'lardi.
esingizda bo'lsa garantiya $5000 $4000 mashina beraveradi oxirida. mashina beramiz. Mana siz bittada 50 mingta odam olasiz deydi. Lekin u odamlar sovg'ani olish uchun kirgan odamlar edi. Shunaqa. Kiradi, sovg'asini oladi, ketadi. Men oxirgi paytda sezishni boshladim. Mana webinar qilaman, rostdan ham o'tirib kitob yozdim, checklistlar tuzib chiqaman. Keyin odamlar faqatgina xuddi pora uchun kirganda, lekin necha yillik to'plagan mehnatim, shuncha o'qitgan studentlarimni keyslari, ulardan olganlarimni ham aytib, shuni o'zi yetish kerak-ku. Ya'ni bilimni qadri tushib ketganiga yomon alam qildi-da. Balki noto'g'ri, subyektivni o'zimcha anaqa qilayotgandirman, baholayotgandirman. Men ham misol uchun shaxsan men o'ylayman, menimcha bu unaqa subyektiv baholash emas, sal obyektivность bunday bor. Chunki hech kim, masalan, men ham Instagramga nimadir o'rganaman, hozir Barnopani mana qani Instagramlardan bir mavzuni o'rganib chiqay deb kirmayman. Lekin Telegramda shunaqa bor. Telegramda masalan sizni kanalingizga qani Barnopani bergan birorta kitoblarini skachat qilib olib, o'shani ishlab boshlayman. Yoki checklistlarni olib, o'zim bugundan boshlab mana shu checklist bo'yicha challenge qilaman degan qanaqadir bir maqsadli auditoriya yig'iladi. Telegram va YouTube'da deb o'ylayman. YouTube'da ham misol uchun bizani hozir 2 soat tomosha qilishga tayyor bo'lib turgan YouTube'dagi auditoriya ham juda ham saviyali. Saviyali auditoriya bor bu yoqda. Lekin Instagram xuddi yangi TikTok deyman. U shunchaki entertain qilish uchun kirib, to'g'ri kelgan videoni ko'raveraman. Qani oradan Barnopa chiqib qoldilar-ku, webinar bor ekan, ha, bo'pti, men bosib qo'yaychi deb. Bitta o'tib qo'yinglar. Bu safar eshikka sotarkanlar. Shunaqa deb o'ylayman endi. Instagramda shunaqaroq auditoriya yig'ilyapti deb o'ylayman. Lekin endi hamma bir xil emas, boya aytganingizdek. Instagram oldin unaqa emas edi, Behruz. Men oldin esimda bittada tam 30 talab istoriyalar qo'yardim. Oxirigacha ko'rishardi-da. Chunki Reels yo'q edi. Mana siz aytayotgan IELTS bilim emas degan videom chiqarganimda hali Reels format yo'q edi. Unda biz video qo'yardik. Lenta degan narsa yo'q edi. Unda faqatgina siz o'zingiz follow qiladigan narsa chiqardi. Va hozirgi Explore ham boshqacha ishlardi. Explore esingizda bo'lsa Instagramni o'zi eng ko'p like yiqqan, eng chiroyli piece of art chiqarardi. Bir chiroyli rasmlar, manzaralar chiqib kelardi. Takomillashibdi. Shunaqa. Hozirda. Algoritm endi o'sha TikTokka o'xshab qoldi-da. Maksimal kreatorlar harakat qildi TikTokka o'xshatishga. Menda nima bo'ldi? Mana qachon o'tgan yil 2024-yilda. Endi hozir ham mana kitoblar wow podkast ko'rdim. Naval Ravikant mana Chris William bilan bo'pti. 3,5 soatlik podkast, bomba ko'ringlar, dahshat. Aytbermanman, prosmotr 2000 ta, 3000 ta, dari borsa 4000 ta. Keyin kelinimizni akalari uylanish kerak edi-da. Chiroyli ko'yni ko'rgandim. Endi bu ko'yni uchun ozgina oshishim kerak ekan-da. Keyin aytolman, bolalar, nima deb o'ylaysizlar? 5 kunda 2 kiloga yoza olmaymanmi deyapman-da. Endi 20 mingta, 30 mingta, 50 mingtagacha chiqyapti-da, prosmotrda. Bugun necha kilo chiqdingiz? Bugun necha kilo chiqdingiz? Aytolman, aha, demak, Instagram baribir g'iybatxonani yaxshi ko'rar ekan dedim-da. Va qarang, endi ustoz profilini kuzatayotgani o'shalarni esida, xayolida ular ustoz profilini kuzatyapti, lekin baribir mana bunaqa kontent yurib ketib qolyapti. Shuning uchun menimcha rostdan ham YouTube bilan Telegram saralangan, aynan ustozdan nimadir o'rganaman deb kirayotgan odamlar bo'lsa kerak. Endi biz aqlliroq bo'lib, endi shuni filtr qilishni o'rganib, adaptatsiya qilamiz-da, Behruz. Telegramda, YouTube'da, Instagramda masalan Billie Eilishga borish orzum edi, bordim, konsertga qo'ydim. Shunaqa yaxshi iliq kommentariyalar olaman-da. Orzungiz ushalganini ko'rib, bizga ham motivatsiya bo'ldi. Yaxshi tomonlari ham bor. Bor, yo'q emas. Ya'ni endi Instagram orqali qaysidir ma'noda studentlarim meni boshqa tomondan ham kashf qilishyapti-da. Inson sifatida. Qanaqa o'zi bu qiz, qanaqa ustoz bu, kim nima qiladi, nima qiziqadi. Ya'ni biz har doim ustoz bo'lsak, ustozni ramkasida yuramiz-ku. Ular uchun g'alati, masalan, ko'chada ko'rib qolsa ham g'alati. Oilaviy dam olgani borganmiz, endi oilaviy yurimiz, plyajdamiz, men shortinglarda, men futbolkalarda, men o'quvchimni ko'rib qoldim-da. Bir necha yil avval bo'layotgan voqea. Endi meni har doim ustoz sifatida ko'rgan-ku, ammo bu yoqda ideallar bilan, nimalar bilan yuribman-da. G'alati bo'ldi-da. O'zimga ham, ya'ni nima-da, o'zimni ham ustoz qolipiga solgan inson bo'lganman-da. Nima deysiz endi, shunaqa qilish kerakmi o'zi yoki samimiy bo'lish kerakmi? Men o'ylayman, talaba bilan bari ustoz bo'lish kerak. Ya'ni qaysidir ma'noda katta opa sifatida maslahat bera olmayman. Maslahatni qanaqa? Ko'proq dars qil, hayotiy emas. Chunki men o'zimga ruxsat bera olmayman bu narsaga. Chunki men butun rasmni bilmayman. Nima ahvol, qanaqa? Men aytayotgan gaplar ularga boshqacha ta'sir qilib qolishi ham mumkin. Men hozir shu ответственностьni, mas'uliyatini juda ham kuchli deb o'ylayman. Lekin o'zi mana traditsion ustoz shogirdlik masalasini olib qaraydigan bo'lsak,
ustoz butun hayotiy ustoz bo'lish kerak-ku. Shu fikrga qanaqa qaraysiz? Nimaga bo'lishi kerak? Kimdir bo'la oladi, kimdir bo'la olmaydi. Oldindan shunaqa bo'lgan, ya'ni ustoz otangdek ulug' deyilishi sababi ham ustoz seni hayot yo'lingda juda ham muhim rol o'ynaydigan inson deb. Siz hozir o'shanga ustozlik qilmasangiz, u sizdan ko'ra yomonroq bo'lgan sourcedan hayotiy tajribalar olish mumkin-ku. Endi qarang, maslahatga ochiq insonlar bor, maslahat kerak emas insonlar bor. Maslahatga tayyor inson bor. Hozir unga hozirgi hayotiy etapida shu narsa kerak emas-da. Endi masalan 10 ta bola, 20 ta bola bitta auditoriyada o'tasiz, bir xil gapni gapirasiz. Hech qanaqa variablelar o'zgarmagan bo'ladi, lekin kimgadir qattiq ta'sir qilib ketib qoladi-da. Ustoz, anu aytgan gapingizdan keyin yomon ta'sir qildi-da. Qolgan 90% ga ta'sir qilgan bo'lmaydi-da. Menda ham shunaqa bo'ladi, ba'zida men o'zim o'sha gapni eslolmay qolaman. Mana shunaqa deganmidim men senga o'zi deb. Nima shukurpaga aytdim deyman-da, voy juda ta'sirlanib, bo'ldi, men endi o'zgaraman, o'shanda aytaman. Demak, ichida shu narsani niyati bo'lganda, juda dangasa bo'lib ketyapman, o'zim ustimda ishlashim kerak, ota-onam menga ishonyapti deb ichidan o'zi tayyor bo'ladi. Men aytayotgan gaplarim unga qanaqadir turtki yoki confirmation bo'ladi. Ana ustoz ham aytdilar-ku. Demak, o'zgarishim kerak, dangasa bo'lyapman, byudjetga kirishim kerak deb o'ziga keyin oladi. Shunga ishonaman. Maslahat tayyor insonga keladi. Tushunarli. Boshqa masalalar bo'yicha-chi, misol uchun faqatgina o'qish yoki disiplina masalalari emas-ku. Shunchaki bir hayotiy jihatdan ustoz men uchun ustoz mana shu. Shundan ko'p narsa o'rgansam bo'ladi degan narsa bo'lish kerakmi? Qanchalik biza authentic bo'lishimiz kerak ular bilan? Qanchalik samimiy gaplashishimiz kerak? Qanchalik samimiy hayotimizni ko'rsatishimiz kerak? Yoki faqat bizani o'sha mana ramka bor. Sizga ideal ramkani ichidagina ko'rish kerak emas. Yo'q, ideal ramkada ko'rish kerak emas. Masalan, men o'ylayman, shaxsiy hayotimda bo'layotgan hamma narsani hammaga aytishga men majbur emasman. To'g'ri. Ba'zi bir narsalarni o'zim переживать qilishga haqqim bor. Chunki ko'rgan odam, shukur qilsang-chi, mana hamma narsang bor-ku, ikkita bolang bor, unaqa bor deb maslahat beramiz. Lekin o'sha inson ichida qanaqa hissiyotlarni kechirayotgani, unga bo'lgan har xil vaziyat, har xil insonga har xil ta'sir qiladi. Men egizaklar bilan bo'lgan researchlar ham shu narsani ko'rsatadi. Bir xil ota-ona, bir xil davr, bir xil kun, bir xil vaqtda tug'ilgan, lekin ularni o'sha atrof muhitdagi faktorlarga qiladigan reaksiyasi har xil bo'lgani uchun hayotiy voqealar ham ularga har xil ta'sir qiladi-da. Menda baribir mana shunaqa hayotiy prinsip bor. Meni hayotimda bo'layotgan ikir-chikirigacha hamma narsani даже yaqinlarimga ham aytishga men majbur emasman. Men даже bu narsani to'g'ri emas deb hisoblayman. Chunki men bunaqa narsada, men mashhur o'zimni bir zvizda deb o'ylamayman. Blogi bor, ustoz, просто to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyga kirib qolganman. Xudoga shukr, to'g'ri insonlarni uchratib, menga to'g'ri maslahat berishgan, o'sha paytda to'g'ri joyda bo'lib qolganman-da. Men даже shunaqa hisoblayman, bu noto'g'ri. Hayotdagi hamma narsani hammaga ikir-chikirigacha aytib, xuddiki mendan bir nimani olib qo'yishayotgandek his qilaman-da. Slishkom keragidan ortiq informatsiya bo'lishaveradigan bo'lsam, xuddi menda uni nima qoladi? Ben o'zimga ham o'zim qolishim kerak-ku. Как будто mendan meni olib qo'yishayotgandek his qilaman-da. Ya'ni Britney Spears ashlasi bor edi-yu, you want a piece of me degancha. Nimaga aytgan ekan Britney Spears? Chunki fame pikaga chiqqan bo'lganda Britney Spears. Уже bilamiz, уже mana mentalkasi ham uchib ketgan. Chunki ta'sir qiladi-da. Hamma nima yeding, nima ichding, kechirasiz qanaqa tualetniy bumaga ishlatyapsan, hamma narsani bilishga harakat qilishgan. Endi uni просто psixikasi shu narsa bilan anaqa qila olmagan-da, withstand qila olmagan. Shu ashlarni chiqargan ekan-da. Shunga o'xshab men o'ylayman, qaysidir narsa meniki, bu meni o'zimni ichki kechinmalarim, o'zimga o'zim ham tegishli bo'lishim kerak-ku deyman-da. Hammaga nima qilavermay. Tushunarli. O'zi shu bo'yicha men savol tayyorlab keldim. Oldingi bo'lgan podkastimiz 2 yil 7 oy oldin, ya'ni 965 kun oldin chiqarilgan ekan. Ozgina kutishimiz kerak edi. Ozgina kutish kerak ekan. U yana montajdan keyin. Demak, biza olganimizga bundan ham oshgan, 965 kundan ham oshib ketgan. U paytda hali blogingiz yo'q edi. Yo'q edi. U paytda faqat o'sha Instagramda, YouTube'da ba'zi joylarda Barnom Muqimova degan chiqib qolardi. Men bilaman, inglizcha doskani qo'yib olib, True False Not Given mana bunaqa bo'ladi deb kameralar qo'ygan joylarim ham bor. O'sha o'z uchemiz sentrda o'tirib tushuntirgan joylaringiz bo'lardi, lekin unaqa professional hali videolar, professional blog yurg'izish degan masalalar hali ko'tarilmagandi. Shundan keyin mana oradan 2,5 yil o'tdi. Juda ko'p narsa o'zgardi. Va siz mana aytyapsiz, men shunchaki bitta ustozman, blogger deyapsiz, lekin haqiqatda olib qarasak ancha muncha mashhurlik keldi.
podkastda chiqib boshladiz, celebritylar bilan tanishdingiz, baribir odamlar ko'chada ko'rib taniydigan bo'ldi. Qanaqa ta'sir qildi bu? Behruz qarang, Ham 17 pozitiv, ham yillik negativ. ichida baribir necha mingtadir student bari o'qitgan edimda. Bu balki просто накопительный effektdir deb o'ylayman bir xillarda. Просто necha yildir davomida yig'ildi, hozir xudoga shukr qayerga bormay, qayerdandir studentim chiqib qoladi-da. Aeroportda odam kuzatib qo'ydilar-da, anaqaga ketayotganimda akaga bitta ukamiz, "Barda opa, assalomu alaykum, tuzimsiz, qayerda turibsiz o'chirdi? Mamdan o'ting" dedilar-da. Ketaman, men bo'yim baland deyapman. Iltimos, oplatasini qilaman, avariyniy vходdan joy qilib bering menga dedim. Low costerda uchsiz mamdan Shunaqa. Aytaman, iltimos shunaqa joydan dedi. "Bu qamalab ham ketmayaptilarmi? O'siz ketyapsizmi?" Unaqa. Men aytaman, "Qachondir shu talabani o'qitgandirman" deb o'yladim men, esimda yo'q. Oradan yillar o'tib ishga kirgan bo'lsalar o'zgarib ketganlar-da. Endi o'quvchim bo'lsa, yo'q, u blogdan ekanda. Blogni follow qilib, har qanaqadir pluslari bor, приятно, xursand bo'lasiz. Keyin bir xillarda aytaman, nima deydi? Ja berilib ketmay blog deb bo'ldi deb. Yo'q, baribir ustozlik bu sharafli kasb-da. Bu baribir zo'r kasb. Chunki biz bilim beramiz. Men xursandman ustozligimdan-da. O'ylayman, bu просто balki накопительный compound effektdir. Yillar o'tdi, o'quvchilar ko'paydi. Masalan, 2 yil oldin chiqqan o'qituvchi bo'lganimda, blogimda bilmam, 500 ming ta odam bo'lsa ham, balki unaqa hurmat qilishmagan bo'lar. Hozir bo'lsa rostdan ham tam institutga kirdi, o'zini yo'lini topdi. Yana bitta qiziq narsa, esingizda bo'lsa, oldin faqat IELTS haqida gapirardim. Mana shu ingliz tilida gapirardim. O'zbekchada Shunaqa edi. eng katta o'zgarishlar nima bo'ldi? 965 kundan keyin siz o'zbekchada ko'proq gapirishni boshladi. Bu ishonasizmi yo'qmi? Mani o'sha anonda yozilgan. Planimda hozir yozilgan. Men shunaqangi savol tayyorlab kelgandimki, oldin men o'zi shunaqangi xayolda bo'lganmanki, barnom o'qiymi, o'zi o'zbekcha gapirsam ekanlar, yo'qmi, ruscha gapirish kerak ekanmi bular bilan. Menimcha endi ishlaydigan o'chirma sentrlari hammasi ruslar. Bundan tashqari o'sha videolarning hammasi ingliz tilida. Menimcha shu o'zbekchani yaxshi gapirmasalar kerak deb o'ylagandim, lekin hozir mana bilamiz, blogingiz 100% o'zbekchada yuradi. Telegramda ham polniy o'zbekcha, YouTube'da ham hozir o'zbek podkastlarda chiqyapsiz ko'pincha. Shu qanaqadir blogni ta'sirida shunaqa bo'lib ketib qoldimi? Ha, blog ta'sirida. Blog ta'sirida bo'ldimi bu? Men o'z universitetda o'qiganimda, bakalavrda biza ikkilanardik, xuddi sizdek. Bizning professorlarimiz o'zi o'zbekcha, ruscha bilarmikan? Chunki koridorda ko'rib qolsa ham faqat inglizcha gapirishardi-da. Esimda Mizarin ustozimiz ham marshutkada ko'rib qolganmiz. Biz uchun g'alati bo'lgan, xuddi meni o'quvchim shortida ko'rib qolgan edi. G'alati bo'lgan. "Vau, ustozimiz marshutkada ko'rib qoldik" deganmiz. Keyin qani, endi bizga qiziq, qani endi o'zbekcha gapiradilar, ruscha gapiradi. Yo'q, o'shanda ham inglizcha javob berganlar-da. Keyin meni miyamda shu narsa qolib ketgan. Aha, hatto studentlar ham ikkilanish kerak. O'zi ustoz ruscha biladimi, o'zbekcha biladimi? Koridorda ko'rsam ham inglizcha gapirardim. Tam SMS yozsa ham inglizcha yozardim. Blogim ham 100% inglizchada bo'lardi. Shunaqa edi. Bu subordinatsiyaning endi bitta qanaqadir ko'rinishimi? Yo'q, endi men ustoz bo'lsam, ingliz tilidan dars bersam, diplom ishim ham shu narsaga taalluqliroq eksperiment bilan bog'liq bo'lganda, beginnerdan kirib faqat ingliz tilida gapirsa nima bo'ladi? Chet ellik odam dars berayotgandagi atmosfera bo'lsa-da, umuman o'zbekcha, ruschani bilmasa tezroq o'rganarmikan? Immersion bo'lib, tadqiqotlar qilib o'zimcha qilganman-da. Keyin, men bu уже mediani yurg'izishni boshlagandan keyin menga berilgan maslahat, sen qaysi territoriyada bo'lsang, o'sha territoriyani tilida gapiradigan bo'lsang, o'shanda blog o'sadi. Ikkinchi kattasi ko'proq masalan farzandini IELTS olib kelib, IELTS qimmatroq turadi-yu, General Englishga qaraganda pul to'laydigan ota-ona. Ota-ona ko'radi, videolarni ota-ona ko'radi, aytadi, farzandim ustozi shu Barnopa bo'lsin deb tanlaydi. Ota-ona inglizchani hali bilmaydi. Yana uchinchi faktor, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan odamga inglizcha gapirmaysan-ku deyishganda, aka aytganman, ha, to'g'ri. Уже ingliz tilini biladigan IELTSchilarga bu narsa yaxshi, lekin ingliz tilini endi o'rganayotganlar uchun blog полностью ingliz tilida bo'lsa, sal anaqa logichni bo'lmaydi deganman. Yaxshi maslahatlar bo'lgan ekan. Keyin o'zgartirganman va o'sish ancha tezlashgan. Blogni negativ tomonlarichi? Shu mashhurlik bo'lgan. Blogga nimadir olib keldimi, negativ ta'sirlar ham? Ya'ni hozir hamma ko'radi, voy Barnopaga mazza, mana shuncha odam kuzatadi, mashhurlik bor. Pul olib keladi blog, hammasi zo'r, mana uyda yashaydilar, 9 dan 6 gacha ishxonada bo'lish shart emas degan endi hammada shunaqa fikrlar yuradi-ku, hammasi bizda zo'r bo'lish kerak deb bo'lgan. Qanaqadir endi negativ joylari ham bormi? Gapirsa bo'ladigan
gapirsa bo'lmaydi desangiz boshqa temaga o'tib ketaveramiz. Bor. Tamom. Birinchi o'rinda o'sha mentalkaga ta'sir qiladi. Mezga, sog'lig'ingizga, mental sog'lig'ingizga ta'sir qiladi. Bu narsa boshida bo'lardi. Chunki agar emotsional inson bo'lsangiz, emotsional intellektda baland inson bo'lsangiz, boshida mana shu periodda hamma o'tadi-da. Men даже o'ylaganman, ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlarga alohida psixolog направленияsi bo'lishi kerakmikan? Men negativlar bilan qanaqa qilib kurashish mumkin? Yomon niyatli yozadiganlar bor edi. O'sha paytda Humoyun prodyuserim bilan Humoyun, men chidamayman, yig'lab yozyapman. Qarang, onamga mana shunaqa deb yozishdi, tilab deyapman-da. Keyin Barnob ertalabgacha sabr qiling, 7 da zavtrak qilamiz-da, nonushta qilib gaplashamiz deb yozdilar-da. O'shangacha uxlamasdan titrab chiqqanman-da. Hozir o'zimga nima narsani kashf qilganman? Masalan, siz qachon oxirgi marta kimgadir Instagramda masalan Behruz negativ narsa qoldirib, yomon narsa tilagansiz, o'lim tilagansiz, bilmayman. Bo'lmaydi u narsa. Hech qachon bo'lmaydi. Xo'p, oxirgi marta qachon kommentariy qoldirgansiz? Даже u ham kam bo'ladi, men o'z tanishlarimni private accountiga qoldirmasam, umuman public accountga qoldirmayman, lekin bilmadim endi bu balki meni aybimdir, balki yutug'imdir, lekin bilmadim, men qoldirmayman lekin. Chunki siz hayotingiz bilan bandsiz, hayotingizdan rozisiz va mamnunsiz. Hayotidan norozi bo'lgan inson nima qiladi? Nimani o'zgartirsam bo'ladi degan savol hamma miyasiga kelmaydi-da. Nega unda anaqa? Nega men bunaqa bo'lib ketdi? Nega men qari qiz bo'lib qoldim? Hammasi elga deyib ketyapti. Nimaga men bunaqa bo'lyapti? Doim aybdor izlaydi. Kimlardir ayblaydi. Balki qaysidir ma'noda o'zini yaxshiroq his qilar. Chunki men anger terapiyalari ham bor baqirib kelgan, bir nimani sindirgan deydi-yu. Jahl ham bitta emotsiya-da, uni chiqarish kerak-da, lekin uni ekologik yo'llari bor. Ne ekologik yo'llari bor. Ekologik yo'llari bilmadim, boradi, tam maxsus xonaga pul to'laydi, kirib narsalarni yaxshilab sindiradi, jahlidan chiqadi. O'sha emotsiya ichida qolib ketmaydi-da. Ekologik yo'li kirib, battar bo'l, unaqa bo'l, o'lim tilaydi, yomon narsa yozadi. Bu narsani tushunmaganimda, chunki inson xoliydimi yo'qmi? Sodda bo'lganman, hamma o'zigadan kelib chiqib xohlaydi-da. Masalan, o'ta emotsional inson birovga gap gapirayotganda 10 marta o'ylab gapiradi. Men bunaqa qilsam xafa bo'lib qolmaydimi? Overthinker bo'ladi-da. Bunaqa qilsam xafa bo'lib qolmaydimi deb-da. Masalan, men kommentariy kamdan kam yozaman, qoldirsam ham yuraychalar, gulchalar qoldiraman-da. O'sha ham dugonalarimga, o'rtoqlarimga. Lekin yomon narsa, даже negativni ham menimcha emas, men aniq yozmaganman-da. Keyin shu miyamga urgan, rostdan ham hayoti bilan band, baxtli inson menga shu narsani yozarmidi? Demak, ayblanmasin. Kamaygan, balki qanaqadir ma'noda immunitet hosil bo'lganda. Lekin eng katta o'sha men o'zimda bo'lgan minusi mana shu narsa bo'lgan. Ikkinchi minusi, endi biz ham insonmiz. Har bir inson xato qiladi. Bir xillarda gapirayotganimda ham charchab kelgan bo'lishim mumkin intervyuga. Intervyu kechroq bo'lib qolishi mumkin, podkast. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Emotsional holatimni olib kelib aytmayman, voy, bilasizmi, kecha bunaqa bo'ldi, hozir o'shanga gapirgim kelmayapti demayman. Qayerdadir noto'g'ri, odamni noto'g'ri talqin qilib qo'yishi mumkin bo'lgan so'zlarni aytishga rosa qo'rqasiz-da. Har bir gapingizni o'ylab, juda o'ylab gapiraman. Hozir men ham narsani aytsam, o'zbekcha talqinda noto'g'riroq bo'lib qolmasmikan? Shu ma'noda har doim o'zingizni kontrol qilishga to'g'ri kelishi ozgina pressure bo'ladi, bosim bo'ladi. Boya aytgandek, qaysidir qism barno o'zimga tegishli, u hech kimga tegishli emas. Lekin blogda ham bilasiz, masalan, mashhursan, unaqasan, ko'p pul topding, baxtlisan degani emas. Chiqargan reelslarimda ham, FOMO haqida podkastimda ham aytdim. Men o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. Bir xil futbolkalar kiyib, семейный ideylarni anaqa qilishadi-da, encourage qilishadi. Mana qaranglar, biz zo'r paramiz debdi, lekin bir-biriga otgani o'qiyo'da, yomon ko'radi-da. Lekin buni ko'rayotgan sodda odamlar nima deb o'ylaydi? Mana menga erim gul olib kelmadi. Balki sizni xo'jayiningiz sevishini boshqacha ifodalar. Bilmadim, tamki oysi oddiy kuni maosh qilib beray der balki-da. Boshqacha ko'rsatar bu narsani. Lekin afsuski odamlarda ozgina filtr yo'q, critical thinking yo'q. O'sha haqida video qilib chiqdim. Вот. O'shalar qalay bo'lyapti o'zi podkastlar? Yaxshi, menga juda ham yoqyapti. Odamlarga ham yoqyapti degan umiddaman. Chunki
content creator o'ziga ham yoqishi menimcha muhim deb o'ylayman. Menimcha eng muhimi shu. Chunki tashlab qo'ymaysizda. Qilishim kerak deb qiladigan bo'lsangiz baribir ichidan u bo'lmaydi. U energiyani sezadi. Shunaqa. Menda yaqinda bo'lgan narsa o'sha FOMO haqida podkast qildim. Bitta qizimiz pochtamga yozibdilar. Obычно Instagramlarga yozishadi-yu. Pochtani topib, pochtaga yozib, uni o'qigan o'qilmaganini bilmaydigan odam u juda ekstremal odamda. Chiroyli, yana formalniy yozganlar. Barnomi kiyib, shunaqa chiroyli yozganlar-da. Ani hamma qonunlari bilan-da. Ketotdilar. Oxirida o'sha podkastda aytganman, o'zimizni birovlarga taqqoslamasligimiz kerak. Bu baxt o'g'risi hisoblanadi. Lekin nima bu qilganingizda xafa bo'lishingizga arziydi. Agar 1 yil oldin ham 1 yildan keyin ham o'sha nuqtada turibsiz, umuman siljimadingiz, na ongingiz, faqatgina pulda emas deyapman. Balki qanday bo'lsa shunaqa qolib ketdingiz-da. Bironta bir yangi kitob yoki bilim olmadingiz. Agar shunaqa bo'lmasa, bugun bu narsani nishonlang. Shokolad sotib olingda nishonlang degan gapim bor edi-ki, oxirida yozibdilar. Barno opa, sizni anchadan beri kuzataman. Bilaman, 2024-yil sizga qiyin bo'lgan, siz ham 1 yil ichida ancha o'sgansiz. Shuning uchun sizga men shirinlik sovg'a qilmoqchiman deb yozibdilar. Pochtadan. Email yozibdilar. O'zi ana sovg'a yuboraylik, unaqa deb yozishadi. Ko'pincha endi javob bermasligimning sababini aytaman, chunki keyin reklama qilib bermasam o'zimni aybdor his qilaman-da. Mana menga yuborishdi, rahmat deb qo'ymasam g'alati his qilaman-da. Men даже o'quvchilarim menga podaka tashlab ketsa, menda shunaqa ana bo'ladi. Hozir shu qaysindir qo'ygan bo'lganman oldinlari, hozir buni qo'ymasam bu xafa bo'lib qoladi, shaqa bo'ladi. Menda ham boshqa narsada aytaman, reciprocity deydi-ku. Qo'ymasam nima bo'ladi deb. Keyin shu qizga yozgim keldi, keyin yozdim, rahmat, kattakon, shunaqa. Menga lokatsiya bering dedilar-da. Men syomkaga ketdim, 12:30 da uyga keldim. Kelmadingizmi dedilar, keldim dedim, lokatsiya tashlab. Yana ichimda qo'rqaman, bilmaysiz. Shunaqa. Har xil odamlar bor. Menda bo'lgan shunaqa keys, yomon keysam bo'lgan, qo'rqib qolganman yomonda. Keyin 12:30da keyin men iltimos Yandex qilib jo'natavering, chunki men bilmayman, ayol kishi kelaman deb erkak kishi keladimi? Baribir ayol kishi men qo'rqaman-da. Keyin keldilar o'zlari keldilar, shunaqa shirin qiz ekanlar, qo'llarida tortlar, narsalar olib kelganlar. Da, keyin anu yozgan xatchalari bor, FOMO podkastingiz meni o'zgartirdi, shunaqa kontentlarni kirib, men uni nima qildim? Chiroyli qilib xolodilnikning o'rtasiga yopishtirib qo'ydim. Zo'r. Ko'rsam aytaman, mana Barno nima uchun qo'ysan? Bilmayman, prosmotr 100 mingta bo'ladimi, 50 mingtami, 10 tami, lekin o'shani ko'rib bitta insonni fikrlashi, shukur qilishni boshlasa, aha, yaxshi tomonga o'zgarsa, demak men o'zimni qaysidir ma'noda missiyamni bajaribman dedim-da. O'shanga o'zimga reminder qildim. Dangasalik haqida so'rashdi-yu, Behruzga podkastga kelyapman, bolalar savol beringlar, dangasalik haqida gapirishganda. Dangasalik sizda bo'ladimi? Menda bo'ladi masalan. Menda ko'p bo'ladi. O'sha blogda ham aytaman, men yolg'onchi emasman. Men sразу aytaman. Ani voy, unaqa qilinglar, motivatsiya berib, nima qilish, nimasi emasman, aldakasim. Tarafdor emasman. Menda ham bo'ladi dangasalik. Qilgim kelmaydi. Zarilmi? Davay ertaga qiling, davay keyingi hafta qiling degan narsalar bo'ladi-da. Lekin mana shunaqa narsalar wow, bitta qiz fikrlashi o'zgaribdi. Boshqa qilgan kontentim, o'shaning uchun ham xolodilnikka yopishtirdim. Ertalab har doim oshxonaga kirganimda o'sha narsani ko'ringda, men o'shani nima deydi, materialni ko'rib turay. Faqatgina xayolda bo'lmasin-da, ko'zim bilan ko'rib turay. Mana nima uchun qilyapsan? Barno, davoy, tur o'rningdan dangasa. Bor zalga, bor kontentingni qil. Dangasa bo'lma. Da deyman, lekin qilaman. Bu podkastga ham shunaqa yaxshi izohlar yozsanglar, men chiqarib hammasini ramkaga solib Barnopaga olib beraman uylariga ilishga. Bo'ldi. Qanaqa qilib stabilni podkast qilishdi? Ochildi. Nimachi, masalan, hozir blog boshlangandan keyin birdan siz offline teachingdan online teaching o'tib qoldingiz. Tabiiyki corporate culture degan narsa yo'q, working environment degan narsa yo'q. Komanda degan narsa xohlaysizmi yo'qmi qisqaradi va online o'tadi, distansionga o'tadi. Buni orasidagi transition qanaqa bo'ldi? Siz endi bilamiz. Men bittada o'tmadim-da, Behruz. Siz sal ekstrovertroq odamsiz deb hisoblaymiz endi. Endi bilmadim, ichingizda introvert deb so'rashingiz mumkin o'zi, lekin odamlar bilan chiqishadigan, doim ana energiya sochib yuradigan o'zidan, hammani yaxshi energiyasini izlab yuradigan. To'kilganimni ko'rmaysizlar deb. Yo'q, siz ko'rgansiz. Ko'rganman endi, lekin baribir ana nima deydi? odamshavandami degan qanaqadir so'z. Odamlarni yaxshi ko'raman. Odamlarni yaxshi ko'radigan insonsiz. Odamlarga talpinaman.
offlinedan onlinega o'tib ketish orasidagi transition shunda qanaqa bo'ldi? Agar bittada bo'lganda yomon cho'kib qolardim. Manda nima bo'ldi? Постепенно gruppa ozgina kamaydi, qarasam onlaynda studentlar ko'p, ulgurmayapman, essayni tekshirish kerak, live streamni o'tish kerak, darslar yozish kerak, yana menejment o'zimda bo'lardi. Qani u ishlarni tekshirilyaptimi, qilinyaptimi degan narsalar. Men sekin o'tdim. O'tganimdan keyin bar transition g'alati. Shunaqa narsa bo'lgan, onlayn kursim tugagan bo'lgan. 3 kun hech kim bilan gaplashmaganman. Просто uydaman, nima qilaman, zalga boraman, zaldan kelaman. Hech kim yo'q. Ishxona degan narsa yo'q. Holatda keyin kimdir telefon qilgan, telefonda javob bersam, o'zimni tovushimni 3 kunda birinchi marta eshitgan bo'ldim. G'alati bo'lib ketganman-da. Shunaqa narsalar bo'lardi. Hozir ham bor. Odamlarni sog'inib ketaman, mahallaga boraman, ular bilan gaplashaman, dugonalarim bilan gaplashaman. Men shu narsani ustida rostdan ham sog'inaman. Men shu narsani juda sog'inaman. Demak, ishxona va uy degan o'zlarining boundaries bo'lish kerak-a? Endi menda bilmadim, oshxonamni bitta kichkina joyini o'zimga o'sha ish formatini qilib qo'yganman. Miya switch qiladi. Qilishim kerak bo'lgan narsani men qilaman baribir. Yaxshi. Sizda qilish kerakmi? Chunki menda nima turadi? Men qilish xohlaymanmi degan narsa yo'q-da. 200 ta bola kutib o'tiribdi darsni. 150 ta bola dars kutyapti hozir. Bugun kirishim kerak. Chunki ular imtihonga registratsiya qilgan. Men настроением yo'q degan narsa bu уже professional narsa emas-da. U sizga umid qilib yozildi-ku. Testga. Yaqinda bitta o'quvchim keldi. 17-18 yosh. Aytdi, "Men cho'ta I don't feel like studying" dedi. I don't feel like studying. Bilmadim lekin menda nima muammo debdi. Beginnerni o'qib tugatgan, elementaryni o'qib tugatgan, pre-intermediate o'qib tugatgan, intermediate-ni o'qigan-u, tugaganmi yo'qmi bilmadim-u, lekin shu IELTS ga o'tadigan joyda menga kerakmi o'zi deb qoldim debdi-da. Feelinglar qisqasi xuddi siz aytganingizdek I don't feel like doing deb qo'ygan. Keyin o'tirib endi men bolaga tushuntirdim. Sen o'g'il bolasan. Senda unaqa feeling bilan emas, majburiyat bilan yuriladi. Sen majbursan shuni qilishga. Mana hozir men shuni qilmasam hayotim polni o'zgarib ketib qoladi yomon tomonga degan narsa bormi? Endi bor. Davay, majbursan shunga qilasan dedim-u, yubordim. Bir 2 haftami 3 hafta o'qidi. Undan keyin yana shunaqa holatga tushib qoldi degan. Yana I don't feel like doing debdi-da, yana kelib. Nima qilishimni o'zi bilmayman, o'zim qilolmayman, qo'limdan kelmayapti dedi. Shunaqa situatsiyalarda nima qilish kerak? Mana hozir как раз aytganingiz shunaqa bo'ldi-ku. Men break olgan bo'lganmilar? Men o'zim break berdim unga. Birinchi marta kelganda sen 3 kun hech narsa qilma dedim. 3 kun yetmasa, keyin 5 kunga cho'zamiz, o'zi 1 hafta va shu kelma, sentrga ham kelma dedim. Bor, yur, o'sha parkda aylan, boshqa narsa qil. Keyin kelasan. Keyin lekin bilsan, majbursan. Feeling bilan yuradigan, sen misol uchun deylik, sen erkak kishisan. Ertaga u qo'lingda oila bo'ladi, ish bo'ladi. Xohlasang bolalaring boqib, xohlamasang boqmay. Unaqa feeling bilan yuradigan odam bo'lmaydi unaqa. Sen majburiyat bilan yurishing kerak. Senda shunaqa majburiyat bormi? Bo'ldi, qilasan deb chiqarib yubordim. Break olib keldi, qaytib keldi, 2-3 hafta bo'ldi, yana shunaqa bo'lib qoldi keyin. Erkaroq bo'lamikinlar oilada. Lekin katta farzand, katta o'g'il, undan keyin yana endi bu burnoutga ham o'xshayapti, bu qarang, burnout. Ya'ni doim yaxshi o'qib, oyim xullas Yevropadan kelishimga menga sovg'a qilib, maktabdagi kundaligimni olib kelibdilar. Hozir tushuntiraman, bog'liqlikka. Ichini ochaman, prikol bor, katta bo'lganda psixolog kerakligini qattan bilsang bo'ladi. Desa kundalikni ochganda ichida o'yla 5 lar bo'ladi-yu. 5. Keyin katta bo'lganingdan keyin nima qilishni bilmaysan. Bosh prikol bor. Psixologlarning orasida boshqa prikol bor-da. Ya'ni hozir tushuntirib beraman. U bola ham balki bilmayman, butun holatda bilmayman, bu yerda analiz qilish kerak. Doim yaxshi baholarga o'qigan, doim to'g'ri tarbiyali, yaxshi bola bo'lib, vaqtida qilib yurilganda bu narsa yig'ilganda keyin bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu narsani yana dopaminovый yama deydi. Dopaminovый chuqurlik. Masalan, bu narsa ko'pincha artistlarda bo'ladi. Katta stadionlarni yig'ishadi, Humo arenalarni, necha mingta odam keladi, konsert beradi-da. Pikda dopamin kerakligidan ortiq chiqib ketadi. Keyin konsert ertasi kuni, примерно 2 kun o'tgandan keyin nima bo'ladi? Dopamin sразу tushishni boshlaydi. Tushgandan keyin уже ularda apatiya, depressiya, tushunmaydi, odamlar ham tushunmaydi. Va, mana shuncha stadion yig'ding-ku, sen xursand bo'lish o'rniga noshukur bo'lyapsan deydi. Bu noshukurlik bilan emas, bu miyadagi ximiya bilan bog'liq-da. Dopamin ko'tarilib, balki oldin o'sha 5 ketidan yugurgan, dopamin bergan, olganda keyin dopaminovый yama, qanaqadir katta
yana bitta gap bor, u qancha tepaga chiqsang, shuncha tushishing qiyin bo'ladi deydi. Bu fizikaning elementarniy qonuni ham. Teparoqga mячикка otsam, shuncha tepadan pastga tushadi-da. Insonning emotsiyalari ham xuddi shunaqa. Juda ham katta xursand bo'ladigan qaysidir faktor bo'lsa, ya'ni aytmoqchi emasman, yomon xursand bo'lsang, yomon xafa bo'lasan demoqchi emasman. Bu narsani regulate qilsa bo'ladigan instrumentlar ham bor. Lekin bu tabiiy miyani ximiyasi hisoblanadi. Juda ham katta dopamin olgandan keyin inson tayyor turishi kerak. U stabilno tushmaydi. Bittada juf tashaveradi. Dopaminniy yama hosil bo'ladi. Tushib ketgandan keyin tushkunlik bo'ladi. Bu yana narsa, mana shu dopaminni o'rganish, inson nimaga bo'ladi, motivatsiya nega ketib qoladi degan narsa eng zo'r adabiyot narkomanlarning adabiyoti hisoblanadi. Chunki amerikanskiy artistlar, aktyorlar zo'r bo'lib yurgan davridan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin overdose bilan dunyodan o'tib qoladi, narkoman bo'lib ketib qoladi. Shundan ekanda. Mana bu yerda chunki bu уже miyani ximiyasi bilan o'ynashyapti-da. Qalbaki deydimi, sun'iy yo'l bilan o'ynashyapti-da. Chunki biz mana tabiatdan, insonlardan yaxshi ko'rganlarimizdan kuchugimizni silab, mushugimizni silab olishimiz kerak. O'sha oksitotsin, sportga borib endorfinlarni olishimiz kerak. Biz miyani ximiyasi bilan o'ynashib qo'yamiz. Ayniqsa mana shu dori-darmonlar lekin mana motivatsiya mavzusini, iroda mavzusini, dopamin mavzusini o'rganishga eng zo'r bo'lgan adabiyot bu narkomanlarning adabiyoti, ya'ni narkomanlarni o'rganganlarning adabiyoti hisoblanadi. Chunki bu miyani ximiyasi bilan bog'liq. Ya'ni sal chetlashdik, kartinkani tushunish uchun sekin-sekin men o'zi dumaloq qilib yig'aman-da informatsiyani, keyin o'rtaga olib kelaman. Ko'rayotgan kuzatuvchilar nimaga bunaqa deyaptilar, opa, yo'q, kelyapman, esimda unutganman, yo'q. Men tortib turaman, agar esdan ketib qolsa. Yaxshi ketyapmiz. Esimdan chiqmaydi lekin. Keyin mana o'sha bola, balki o'sha dopaminni olganlar, doim prilejniy bo'lganlar, endi insonga baribir reward kerak. Reward. Maqtov, bolam sen bilan faxrlanaman. Ko'raman shuncha o'qiyapsan, malades. Baraka top, duo qilib, maqtash kerak-da. Inson mana harakat qildi, 5 yil oldi-da. Masalan, o'sha podдержка bo'lmayapti. Tim bo'lay, mana podдержкani qachon inson o'ziga o'zi berishni o'rganadi. Bir xilla butun umr o'rganmaydi Behruz. Lekin katta bo'lgan inson o'ziga o'zi bera olishi kerak. O'sha opora deydi-yu, точка опоры deydi. O'sha narsani inson ichida, внутренний стержень deydi yana. O'ziga o'zi bera oladiganiga kelish kerak. Qanday qilib? O'zingizga tayanasiz, yaratganga tayanasiz. Yomon narsalar bo'lsa, mayli, shu narsa bo'lish kerak ekan, yaxshiligiga deysiz. Boshqalarga qul bo'lib, zor bo'lib o'tirmaysiz. Meni maqtasa, men yaxshi insonman. Chunki insonlarni approval kerak emas sizga. Sizga boshqa approval kerak. Odamlar bermaydi u approvalni. O'sha narsani anglagan inson menimcha to'g'ri ota-onani roziligini olish kerak. Bu narsa haqida spor ketayotgani yo'q. Lekin afsuski bir xil butun umr yashab o'tadi-da, mana muxlislari olqishlasa, anaqa qilsa, o'shanda men yaxshi inson ekanman degan anaqa keladi, xulos keladi. Bu mana внутренний точка опоры degan narsa teenagerlarda hali umuman shakllanmagan. Chunki o'zi mana yosh bolalik degan, childhood degan konsepsiya kelganiga 200 yil ham bo'lmagan-da. Oldi masalan 200 yillar oldinga qaraganingizda yosh bolalarning kiyimi bo'lmagan, narsalarga o'rab, chirab qo'yishgan bo'lgan ekanda. Chunki nima bo'lgan, odamlarning средний продолжительность жизни, average lifespan hozirdek uzoq bo'lmagan. IELTSda ham passage bor edi, sizdami? Childhood concept degan haqida. O'shada ham bor edi, esingizda? U ishlash haqida bor edi, child exploitation. Bu nima o'zi bu kichkina, qachon katta bo'lib ishlaydi, byudjetga hissa qo'shadi, ekonomikaga degan qarash bo'linganda. Men bu teenagehood, men bu hozir endi переходный возраст, кризис 3-letki degan narsalar endi chiqyapti-da. Endi baribir qaysidir ma'noda точка опорasi yo'q. U yigitimizni masalan, baribir shu narsaga muhtoj, ota-onani podдержкasiga muhtoj. Sen bilan faxrlanaman, o'xshaydi degan gaplariga muhtoj. Hali bola tushunmaydi. Hey, men mana itta ishlayapman san deb, nimaga sen qilmayapsan degan urushganni ketida sevgi yotganini tushunmaydi u. Yaxshi bo'lsa ertaga mendagi qiynalmasin bolam deyotganini tushunmaydi-da u. Meni ota-onam yomon ko'radi, men bekor tug'ilganman, men ertaga ota-ona bo'lsa, men shunaqa bo'lmayman degan anaqa bo'ladi ularda. Noto'g'ri konsepsiya bo'ladi-da.
balki shunaqa narsa yetmaganligiga omil bo'lgan bo'lishi mumkin yoki mana shunaqa возрастga keldi u yigitimiz endi katta yelkasiga yuk tushdi kim bo'lishi kerakligini aniqlash kerak all of a sudden undan oldin yosh bola tralala koptovchi tepib yurganda dab etib bats etib mana transition bittada bo'lib ketyapti-da aytyapti la yuryapti bats qilib bo'lish kerak endi конечно bu narsa ham уже anaqa qiladi odamga depressiya berib qo'yadi voy nima qilaman xuddiki nima qilishni xohlamay o'sha boladan so'rashingiz kerak edi san faqatgina IELTSga bo'lgan qiziqishing o'ldimi yoki umuman seni ilgari xursand qilgan narsalarga bo'lgan qiziqishing o'ldimi uni ham so'radim u butun o'zi man uydagilar bilan kelishmay qoldim dedi lekin keyin uydagilar bilan gaplashdim o'zim sal anaqa qilishdi yupatib olishdi butun o'zi hech narsa menga kerak emas nima qilaman yuraversam bo'lmaydimi shunchaki degan fikr paydo bo'lib qolgan apatiyada уже bu уже да tabriklayman sizni depressiya deydi-yu u yosh boladan bo'lar ekanda demak 15 16 17 yosh voy kuchuvlarda ham bo'ladi yo'q behruz kuchuvlarda ham bo'ladi o'sha qilib psixologlar nima qilishgan research qilishgan ko'chaga aylangandan olib chiqmaydigan kuchuvlar anaqa bo'lib qoladi depressiya bo'lib qoladi даже itlarda ham bor biz insonmiz-ku behruz kuchuvni aylantirish kerak iti bor inson biladi har kuni 2 marta aylantirish kerak ertalab kechqurun u xursandligini qayerdan biladi dumi likillab turadi qilib likillab turadi ular ham xafa bo'lishi xursand bo'lishni bilishadi agar uni ham aylantirmasa ular depressiya bo'lib qoladi endi anu masalaga qaytsak dopamin pit degani aytdingiz-ku dopamin crushmi deydi-da ha o'shani ko'pchilikda man bilgan endi ko'p insonlarda shunaqa bo'lgan chunki man bilgan odamlar qachondir menda ham bo'lgan atrofimdagi odamlar qachondir o'sha o'zini pikida bo'lgan odamlar hech bo'lmasa maktabda zo'r o'qib hammasini 5 o'qib yurgan odamlar qachondir zo'r bo'lgan keyin o'sha siz aytganingizdek birdaniga уже xohlamay qolgan uni qanaqadir bir sustainably maintain qilib turish yo'li bormi yo'qmi dopaminmi dopaminni masalan qachondir juda mashhur bo'lgan hozir umuman mashhurlik ham xohlamaydi nimadir qilishni ham xohlamaydi уже depressiyada man bilasizmi ko'p narsa qadarga rozi bo'lmaslikdan kelib chiqadi degan xulosaga keldim chunki hech narsa abadiy emas mashhurligi ham abadiy emas pullaringiz ham abadiy emas ertaga sizdan ham mandan ham zo'r ustozlar chiqadi iloyim chiqsin bilim ulashsin to'g'rimi rozi bo'lmaslik o'sha ichki norozilik ko'p narsani yomon rangga bo'yaydi depressiyaga olib keladida ichki norozilik masalan aytyapsiz-ku voy bu bolada ham depressiya bo'lar bilasizmi krizis 3 degan narsa bor ertaga bo'lmasa iloyim lekin afsuski sizda ham farzandingiz bilan bo'ladi 3 yoshga to'lganda endi u to'satdan go'dak emasda bola tushunyapsizmi yoki o'g'il bola endi yigit bo'ldi yigit endi erkak bo'ldi masalanda baribir 30 ga kiradi 40 ga kiradi insonlar переменаlarni changelarni qabul qilishi sal qiyinroqda o'shani shift bo'ladi-ku lekin любой anaqa sizga pediatr aytadi yaxshi yosh bolani psixologiyasini tushunadigan pediatr aytadi любой krizis bu rost degani o'sish deganida chunki 3 yoshga to'lyapti-ku katta bo'lyapti bola endi bilmadim ichidan shu narsaga tushungan inson hech narsa abadiy emas san ham abadiy emassan hech qaysi bir inson bu yoqda abadiy qolmagan ya'ni bu bo'lish kerak edi bo'ldi degan narsaga qadarga rozi bo'lish kerakmikan deyman misol uchun deylik mana bitta keysni olib ko'raylik tasavvur qilaylik man shu katta zalda 100 kishilik gruppalarni o'qitganman qachondir har bir guruhimda 100 ta o'quvchi bo'lgan deylik man 8 ta gruppa bo'lsa 800 ta odamni o'qitganman lekin davr o'zgardi nimadir bo'ldi qisqasi-yu endi man bitta gruppada 10 kishi yig'ishga qiynalyapman qanaqadir yo'li bormi shuni push qilib man yana xuddi o'shanaqa ishtiyoq bilan yana qachon siz berayotgan narsa xuddi narkomanni dozani izlaganiga xuddi o'shani dopamin qachondir zo'r olinganu hozir endi uncha olib bo'lmayapti o'sha uni skalasi u 100 talik yoki 1000 talik bo'lib ketgan lekin uni hozirgi olayotgan dopamin u 10 atrofida 15 14 bo'lib turibdi
doimiy siqilib yuradi-ku shunaqa mana turdagi bunaqa odam narsada o'zi. miya bitta zo'r narsani ko'ra, ruslarda bitta maqol bor, к хорошему быстро привыкаешь deydi, yaxshi narsaga tez o'rganasan. Buni ortida ham bioximiya turadi aslida-da. Boya aytayapman, dopamin вообще zo'r mavzu, juda zo'r mavzu. Lekin bu mavzuni chuqur ilmiy yo'lda tushunish uchun biz narkomanlarni o'rganishimiz kerak ekanda. Ular ham nima qiladi? Bir marta o'sha dozani попробовать qilganda, ularda vau bo'ladi-da, и butun umr boshida birinchi marta qabul qilgandagi, bilmadim bu qanchalik YouTube'imizga kesiladimi yo'qmi bilmadimi, lekin biz чисто bu yoqda ilm haqida gapiryapmiz, shu narsani, nabrot shu narsani yomonligi haqida gapiryapmiz. Keyin butun umr izlaydi, lekin hech qachon unaqa bo'lmaydi. O'sha ketidan yurib o'lib ketib qoladi. Butun umrini isrof qiladi, qidiradi, o'sha birinchi safardagi effektni izlaydi, lekin u hech qachon bo'lmaydi. Nega? Chunki miya har doim birinchi marta u bilan bo'layotgan narsani qayd qiladigan mexanizmi bor. Shuning uchun ham biz birinchi muhabbatimizni eslaymiz. Masalan, birinchi marta aytaylik, pizza yeb ko'rganingiz deymiz hamma, masalan, yaxshi ovqatlanish yaxshi ko'rasiz-da, birinchi marta Italiyada pizza yeb ko'rdingiz, shu esingizda qoldi masalan. Miya shunaqa mexanizmi bor. Birinchi marta u bilan bo'layotgan narsani mixlab qo'yadi. Nimaga mixlaydi? Energiyani saqlash uchun. Ertaga shunga o'xshash narsa bo'lsa, nima qiladi? Shunga taqqoslaydi. Mana bunga o'xshagan narsa bo'lavdi deydi. Shuning uchun ham men ikkinchi sevgi, uchinchi sevgini doim birinchi insonga, bar birinchisi boshqacha edi deydi. Balki birinchisi anaqadir, dabdala bo'lgandi masalan. Tushunmayapsiz uni. Prosta miya uchun bu narsa yengillik bo'lgani uchun bu narsani qayd qilib qo'yish kerak ekan, yozib qo'yamiz deydi. Narkomanlarda ham shunaqa. Ilgari bo'lmagan, birinchi marta o rohatni katta pikini his qildik deydi, yozib qo'yadi. Masalan, aytaylik, siz eng mazali cheesecake yedingiz-da, zo'r-da, o'sha Galatasaray oldida o'tiribsiz, San Sebastian yedingiz, maza qildingiz, zo'r-da. Toshkentga kelasiz, mana degan restoranlarga kirasiz, zakaz qilasiz, yeysiz, zo'r bo'ladi. Haqiqatan ham obyektiv bo'lganda yaxshi cheesecake yeyapsiz. Lekin sizni miyangiz nima qiladi? Baribir anonsiz zo'r deydi. Chunki bo'ldi, dopaminni baseline-ini siz mana shunaqa tepaga chiqarib qo'ydingiz-da, bo'ldi, uje aytadi, bu ortga yo'l yo'q deydi-ku. Menimcha shu narsa haqida chuqurroq tushunish baribir foyda beradi. Masalan, hozir bu meni miyam men bilan o'ynayotgan o'yinlarni bir ekan deysiz. Ikkinchidan, obyektiv рассуждение qilasiz. Masalan, hozirgi кейsingizni oladigan bo'lsak, oldin 100 talab odam o'qitilgan, hozir 10 ta. Xo'p, nima faktorlar bor? Oldin учебный centrlar, o'quv markazlar har ikki qadamda emas edi. Bu ham ta'sir qilishi mumkinmi statistikaga? Ta'sir qilishi mumkin. Hozir 40 tadan oshibdi 2025-yilda 9 olganlar O'zbekistonda. U ham ta'sir qilishi mumkinmi? Qilishi mumkin. Uchinchidan, hozir onlayn bepul ma'lumotlar ham juda ham ko'payib ketdi. U ham ta'sir qiladi. Bu degani mana pirogdagi sizni ulushingiz kamaygani, u siz yomon ustoz bo'lganingiz uchun, tushib ketganingiz uchun emasdir. Balki boshqa faktorlar ham shu narsani olayotgandir. O'sha dopaminni chiqarolmagandan keyingi ishtiyoq bo'lib qolish uchun qanaqa doimiy push qilib tursa bir odam o'zini ishtiyoqini yondirib tursa. Qarang, Andrew Hubermanning dopamin haqida ikkita katta epizodi bor-da, nechidir soatlik. O'shanda aytadi, mana shu narsalardan qochish uchun, dopaminning yami bo'lib qolmasligi uchun eng birinchi life hack, ikkita life hack beradi. Birinchisi deydi, diversifikatsiya qilish kerak deydi. Ya'ni bitta narsadan dopamin olishga o'rgatilish kerak emas-da, miya har xil narsadan dopamin olishga o'rgatilishi kerak. Har xil yo'llari bo'lishi kerak. Masalan, meni xursand qiladigan narsa zalga borish, meni xursand qiladigan narsa ovqat pishirish, ota-onam bilan vaqt o'tkazish, tabiatga chiqish, sayohatga chiqish, kitob o'qish, podkastlar qilish. Agar men bitta yoki ikkita yo'l bilan qiladigan bo'lsam, endi hayot har xil. Mana shu yo'llardan menga dopamin kela olmaydigan bo'lib qolsa, men juda tushkunlikka tushib qolaman. Diversifikatsiya qilish kerak. Zo'r insight. Ikkinchisi bo'lsa, dopaminni olayotganda, meni o'zimda bo'lgan narsa, juda ham yaxshi bitta terapevt topganman, Shirin Hakimxonovna. Menga zo'r life hack etdilar. Hatto bu life hackni men Andrew Hubermanning podkastida eshitgandim-da. Menimcha siz bilan ham podkastda aytganman. Shunaqangi niyat qilinish kerakki, iloji bo'lsa, umringiz davomida ham o'sha niyatingizga erisha olmasligingiz kerak. O'tib ketdingiz, lekin qilgan orzuyingizga, niyat emas, orzuyingizga
hayotingiz davomida ham erisha olmadingiz. Masalan, yaxshi banda bo'lish, yaxshi inson bo'lish, ortimdan ko'p bilimli shogirdlar qoldirish, siz o'lib ketasiz, bilmaysiz u narsani. Lekin bu narsa sizni harakat qilishdan to'xtatmaydi. Menda shunaqa narsa bo'lgan, endi bu yog'iga nima qilsamikin degan narsa bo'ldi kichkina krizisda. Keyin menga aytibdilar, menga juda ham katta restoran, set restoranov bor, biznesmen keladilar. Keyin ularda ham shunaqa bo'ldi. Tashqaridan qaraganda, wow. Hamma narsasi bor. He has everything I ever wanted. Deysiz. Lekin o'sha inson tushkunlikda. Ya'ni tushkunlikka tushgan insonni biz kritika qilishimiz yordam bermaydi. Mana noshukursan-da, mana bunday qara degan narsa miyaga yordam bermaydi. Battar bo'ladi. Bu da hech ham situatsiyani to'g'rilamaydi bu narsa. Keyin aytibdilar, mana bu yog'iga nima qilishni bilmayapman. Mana buni qildim, restoranim yaxshi yurib turibdi. Keling deyaptilar, global maqsad qo'yamiz. Global maqsad masalan, bo'ldi, bildim, endi har bitta viloyatda filialni ochishni qilaman. Unaqa demang debdilar. Okay, siz shunaqangi niyatlar qiling, orzular qilingki, kerak bo'lsa butun dunyoda ochish, har bitta davlatda ochishni niyat qiling. Keyin men endi tabiiy holatda savol beryapman. Xo'p, qarang, agar shu narsaga erishmasam, men tushkunlikka tushib qolmaymanmi deyapman. Masalan, har bitta davlatda filialni ochmoqchiman, restoranimda, lekin butun umr o'sha narsaga harakat qilyapman, lekin erisha olmadim. Zato sen to'xtamaysan-ku dedilar. Mana bo'ldi, mana shu yerda meni yordida, zo'r inson bo'ldi. Zato to'xtamayman-ku. Endi biz sababini qilyapmiz, tushunyapsizmi? Endi itogi bizga bog'liq emas. Eng muhimi biz qilyapmiz-ku sababini. Yaxshi niyat qildik, harakat qilyapmiz. Biznesni yaxshi yurityapmiz, mana harakat bor. Endi balki o'shanga rozi bo'lish kerakdir. Qani bo'ladimi, yo'qmi? Mayli, zato men harakatimni qilyapman degan narsa. Menga juda yoqdi shu gap. Zo'r insaytlar. Juda zo'r insaytlar bo'pti. Menimcha o'sha aynan dopaminni kontrol qila olmay yurgan hozir tinejerlar uchun juda ham zo'r insayt bo'ldi. Va hammani o'sha katta maqsad qo'yishga undasa kerak deb umid qilamiz. IELTS topshiraman, 7 ta olaman deydi-da, 7 ta oladi-da, tushkunlikka tushadi. Yoki 8 olaman deydi, tushkunlikka tushadi. Sen niyat katta qil. Nobel mukofotini yuti, iloyim, raklarga davo topiy. Katta maqsadlar qo'y. Uni yo'lida IELTS'ni ham 7 ol, 8 ham ol, MIT ga ham kir, lekin bu narsaga bog'lash kerak emas-da. Buni ham doim kursda aytaman. Katta qilinglar, bolalar, orzuni ham. Sizlardan nima ketyapti? Bepulga orzu qilish dema. Orzu qilish tekin-ku deyapman, lekin ishonib, yaxshi niyat qilib shuni qilaveringlar deyman-da. O'zida future planlar qanaqa bo'lyapti endi? Menda bitta narsa bor. Bitta narsani aytdim o'xshamaydi, bor-ku. Bo'ldi. Yaqinda bilib qoldim bu narsani. Menda boshqa. Mana Billie Eilishga ketyapman. Ura, bolalar, bugun qanaqa kun, bugun X kun dedi. Nima bo'ldi bilasizmi? Qo'ldan bilet olgan bo'lganmiz. 500 yevroga olingan bilet. Bitta konsertga. Qo'ldan olingan, o'zi aytilgan, saytida ham aytilgan. Perikupchiklar bo'ladi. 1 yil oldin biletlar sold out bo'lgan. Endi men orzuyim o'sha edi, bordim, men tushaman dedim. Endi anaqalarda ham, regulationlarda ham aytgan kirolmay qolishinglar mumkin. Bu perikupchiklarning nimasi sayti deyapti-da. Konsertga 1 soat qolyapti, bizga QR kod bermayapti. Ama blokka chiqib, tralala, va bugun Billie Eilishga ketyapman, futbolkalarni kiydim. Bilmayman, men qanaqadir boshqa-da. Kerakdan ortiq vohliroq xursand bo'lib qolsam, nima deydi? O'xshamasa hamchi, xafa bo'laman ichimda. Lekin mas'uliyat kuchli-ku menda. Aytib qo'yganimdan keyin xuddi nima his qilaman. Shuncha odam qarab turganda bo'ladi. Qurib ketay, mana bunaqa deganing-ku degan narsa ham bor-da. Endi niyat nima? Yaxshi inson bo'lish. Kitoblar ko'proq o'qish deydi-ku. Foydasi tegish. Odamlarga foyda va foydam teganda ham o'zim ham shu protsessdan maza qilish. Vau, qarang, mana ustoz-ket beryapman. Kuyib, yonib xursandman-da. Chunki ertaga kimdir bu podkastni ko'radi, "Vau" degan narsa bo'lsa, xursand bo'laman. Yaxshi, o'zim ham maza qilib ishlashni xohlayman. O'sha oldingi podkastimiz o'zi ko'rgan bo'lsangiz, kommentlar bo'yicha men vashcha hayron qolganman. Juda ham hayron qoldim. Iliq kutib olingan. Juda ham iliq kutib olingan va kommentlarni ko'rsangiz, men buncha yozilgan kommentlar bir dona ham o'sha negativ komment bo'lmagan. O'sha podkastda juda zo'r bo'lgan. Kommentlar juda ham yaxshi kommentlar bo'lgan. Bu safargisi ham yoqadi. Va men nimadir bir bo'ldi, qanaqadir bir infopovod bo'ldi. Telegramda siz bilan bo'lgan o'sha podkastni gapirdim. O'shan tagida yozib qoldirishdi. Mana shu podkastdan keyin juda hayotim o'zgarib ketib qolgan. Men o'qituvchilik yo'lini shu podkast deb tanlaganman. Keyin
u mana 2,5 yil bo'lgan bo'lsa, shu podkast bo'lgandan keyin 1 yil, 1,5 yildan keyin men ko'chada bir ikkita odamlar ko'rib qolib, o'sha ko'pincha ayollar menga juda yaxshi iliq fikrlar bildirishgan. Juda zo'r bo'lgan. Hozir ham mana tekshiryapman. 309 ta komment bo'lgan ekan. Bu juda yaxshi, juda yaxshi. Ajoyib. Juda zo'r bo'lgan. Umid qilamiz endi bunisi ham shunaqa manfaatli bo'lib, juda ko'pchilikning hayotini yaxshi tomonga o'zgarishga sabab bo'lar. Mana bahonada ham etib qistirib ketdik-ku gapimizni. Keyin content creatorlar yana ham keyin qilish uchun kuch kerak-da, baribir. Xuddi anu teenager ota-onasidan kutib turadi-yu. Xohlaysizmi, yo'qmi? Baribir mana qilyapsiz, bir nimani chiqaryapsiz, yaratyapsiz. Xohlaysiz. Endi bilim berdingiz, ertaga o'quvchingiz xursand bo'lib kelib, rahmat Behruz aka deyishini bari kutasiz. Eng kamida o'sha ko'rishimiz kerak, bilishimiz kerak. O'sha aytmasa ham ko'rsak, mana rostdan shunga foyda etgan ekanmiz. Shunaqa. Endi dopamin temasida uni ham aytishimiz kerak. Что hozir juda ham SGVD, ADHD ko'paygan. Nimaga attention span clip thinking bo'lib ketgani. Shunaqa. Hattoki 2024-yilda yil so'zida brain rot qo'shildi. Qabul qilindi. O'ylayman hozir hattoki qiyinroq ham. Dopaminni yaxshi ushlab turish navrot qiyinroq. Endi bu narsa faqat teenagerlarda emas, bizani o'zimizda ham ko'p kuzatiladi. Men o'zim ham aytmoqchiman, o'zim ham Instagram model qilib tashlaganman va aynan mana shu sabab. Meni o'zimni ham attention spanimga juda yomon ta'sir qildi. Endi unaqa depressiyalar, stresslarga kirib ketib qolish emas u, shunchaki ADHD ni sal simptomlari o'zimda kuzatilganda bo'lgandan keyin o'chirib tashladim Instagramni. Instagramdan keyin Threads. Hech bo'lmasa o'qirma shuni deb Threadsni qoldirdim. Qarasam Threads shu yerga tortib ketib qolyapti keyin meni. Yana hamma o'sha maqolalarni o'qib chiqib boshladim. Uni ham udayt qilib tashladim keyin. Shunaqa qilib o'zimiz tarbiyalayapmiz. Sizlarga ham maslahatimiz shu. Qisqa videolardan hech kim baraka topmagan. Reels, faqat shorts. Content creatorlar topgan. Shunaqa. Endi o'sha sohaning ichida bo'lsa, faqatgina o'sha sohanikini filtrdan o'tkazib olib tomosha qilsa bo'ladi. Men ham shunaqa qilaman o'zi. Instagramga masalan kompyuterdan kirib, qanchadir nimadir menga kerak bo'lsa, o'shani o'zini izlab, определенный vaqt sarflab, keyin kompyuterdan yana chiqib ketib, boshqa ishim qilib ketishim mumkin, lekin telefonda olib yurish juda xavfli. Qisqa video. Siz bu irodani muammosi emas-da, irodang yo'q deydi. Yo'q, bu bioximiya. Hammada bo'lar ekan. Bo'ladi. Bu shunaqangi dizayn qilingan algoritmlari. Sizlar tasavvur qilinglar, dunyoni eng oldi miyalari ishlayapti-da buni ustida. ChatGPT ning ustida, mana bu TikTok algoritmlari, Instagram ular psixologiyani o'rganadi, miyani ximiyasini o'rganadi. Shunaqangi algoritmlar tuziladiki, sizni maksimal darajada qiziqib ushlab turish uchun qilingan hamma narsada. Shuni ustiga butun boshli industriya qilingan. Конечно, bu hech qanaqa iroda emas. Iroda ham bo'lsa, masalan, Atomic Habits'da ham aytadi-ku, odatlarni shakllantirayotganda eng birinchi qonuni odatlarni amal qilishga oson qilish kerak deydi. Masalan, men ozmoqchiman-da, lekin xolodilnikimda pirojnoy bor. Ammo juda ham yaxshi ko'raman pirojnoyni. Bo'ldi уже. Bu irodani masalasi emas-da. Bu atrofdagi anaqa ham bekorga aytilmaydi-ku. Sani do'sting kimligini aytgan, men senga kimligini aytaman deydi. Yoki 3 ta o'rtasisan, o'rtoqlaringni deydi-ku. 4-inchisi shunaqa san bo'lasan. San уже bo'lib qolasan deydi. Surrounding baribir environment ta'sir qiladi-da. Bitta podkastingizda psixologiyani o'rganishim sababi o'zim tushuna olishim, o'zim o'rganishim degan ekansiz. Qanday bo'ldi? O'zingiz tushuna oldingizmi? Oxiriga yetildimi o'shani yo'qmi? Yo'q, menimcha buni oxiri yo'q. Xuddi bilim olishi ham oxiri yo'q bo'lgani kabi. Butun umr davom etadigan yo'l, lekin oldin deydiki, endi karillab qo'ymayyu, odamlardan xafa bo'lmayman, chunki tushunaman. Demak, buni orqasida mana bu narsalar turgan bo'lishi mumkin deb. Eng katta olgan insightim, men psixolog endi o'ynamayman. Oldin o'ynardim. Ya'ni o'rtoqlarim kelib dardini aytsa, mana shu psixologiya mavzusida bo'lsa, xohlaymanmi yo'qmi, og'zaki aytmasam ham ichimda o'sha insonni analiz qilishni boshlardim. O'zi adasi mana bunaqa edi, balki o'sha detskiy travmadir deb. Men bilmayman, men insonni taqdirini bilmayman. Qanaqa unga shu omillar ta'sir qilgan, u qanaqa qilib uni perceive qilgan bilmayman. Men hozir psixolog o'ynamayman. O'rtog'im masalan menga kelib, "Настроением yo'q" desa, nimaga o'ylab ko'r, balki o'zing sababchisidir demayman. Prosta eshitib o'tira olaman. Ya'ni aytishim mumkin, olgan o'sha bilimlar, o'qigan narsalarim hayotga yengilroq qarashga yordam berdi. Faqat o'zingiz uchun.
yo'q, men odamlarni boricha qabul qilishga harakat qilaman. Keldi, jahli chiqdi. Tushunaman, qanaqadir bir psixologический загон bo'lishi mumkin, lekin eng katta tushunadigan narsam har doim bu men bilan bog'liq emas. Ya'ni it's not connected with me. If you're angry, for example, menga kelib baqirib ketyapsiz-da, and I don't even know the reason. Keyin oldingi barno nima qilardi? Sraz zagonlar boshlanardi. Oh, it's because I came late. It's because da. I would start thinking. Hozir bo'lsa, like maybe he has some problems, like personal things going on. Balki o'shangadir. Ya'ni sraz o'zimni ayblab, tupikka tiqib naqd tashamayman. Bu happiness level, satisfaction levelni oshiradimi shunda? Mana faqat o'zingizni yaxshi tushunishingiz sizni life satisfactioningizga qanaqadir pozitiv. Menimcha qabul qilish, rozi bo'lish overall satisfaction, happiness level oshiradi. Bitta istoriya radioda eshitib qolgan bo'lganman va kichkina qiz bo'lganman. Oyim radio eshitardilar-da. Bitta ustozdan so'rashgan ekan. Doim kulib yurar ekanda u chol. Hamma qarasa kulib, hammaga xursand qarab yurar ekan. Keyin shu chol doim xursand, buni baxtliligini sirini bilishimiz kerak deshgan ekanda. Borib so'rashgan ekan. Nima sen doim baxtlisan desa, I don't mind changes that are happening in my life degan ekan. Atrofimda, hayotimda bo'layotgan o'zgarishlarga men norozi emasman, qarshilik ko'rsatmayman deb. Endi hayot o'zi o'zgarishlardan iborat. Har soniyada o'zgaramiz, qariymiz, katta bo'lamiz, dunyo qarashimiz o'zgaradi. Masalan, 2 yil oldingi podkastda men boshqa fikrlar aytgan bo'lishim mumkin. Lekin hozir men boshqa inson bo'ldim. Men bu narsani ham mind qilmayman. Masalan, ko'rib kelib o'zim bo'lishga ko'proq harakat qilishga ham harakat qilmayman-da. Masalan, I don't want to be more me. Bo'ladi-ku, tam izuchit qilib, не то aytib qo'ymay. Yo'q, gapga qarshi qolmasan deb. Inson adashadi, insonning fikri o'zgaradi. Hozir qadriyatlar boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha narsani tushunmaganman, o'ylab yurganman, qanaqasiga o'taman. Hayotimda bo'layotgan o'zgarishlarga qarshi emasman. Ya'ni против изменений. Nima degani, qanaqa qilib bu baxtli qilar ekan? Men kichkina bolaman. Hozir endi tushungandek bo'laman. Hayotda bar xolismi yo'qmi, o'zgarishlar bo'ladi. Lekin hammasiga ichki norozilik qilib, nega men aytgan lekin bo'ldi, insonni baxtsiz qiladigan narsa uni kutuvlarida baribir. Masalan, o'tgan safar shuni gaplashganmiz sizda, expectation. Har doim 100 ta odam bo'ladi deb kutganingiz sizni xafa qilishi mumkin. Yoki masalan, Miss Barno har doim zo'r ustoz bo'ladi deb o'ylagan narsa meni xafa qilishi mumkin. Meni fikrim har doim qadrlanadi deb o'ylashim xato bo'lishi mumkin. Balki kimdir qadrlar, kimdir qadrlamas. Buni men kontrol qila olmaymanmi? Qila olmayman. Nimani kontrol qila olmayman? O'zim ustimda ishlashi, yaxshi inson bo'lishi. O'zi happiness measureable'mi? Ya'ni mana aytyapsiz-ku, mana shunaqa o'zgarishlar bo'ladi, odam o'rganadi, odam o'zini tushuna boshlaydi. Menga Naval Ravikant deb gapirish yoqadi. Happiness is satisfaction in peace deydi. Yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Shunaqa. Satisfaction is happiness in peace. Happiness is satisfaction in action. Tushuntirib beraman. Ya'ni xursand bo'lishimiz, baxtlilik bu rozilikni aktiv formasi. Tushuntira oldimmi? Rozi bo'lish bo'lsa, baxtli bo'lishi passiv formasi. Zo'r gap aytgan-a? Ikkinchisini rozi bo'lish, satisfied bo'lish bu happiness passiv formasi. Tushundingiz? Masalan, tushundim. Anaqasiz, xotirjamsiz, unaqa bo'ldi demayapsiz. Mayli, Xudoga shukr. Mayli, borcha bo'ldi. Endi peshanaga qarab harakat qilamiz dedingiz. Siz baxtlimisiz? Baxtlisiz. Qichqirib, baqiryapsizmi baxtliman deb? Yo'q. Bu happiness, but in more passive version. Ya'ni happiness deganda hamma baribir xolismi yo'qmi, oldin filmlar shakllantirardi. Hozir media shakllantiryapti insonlarning dunyo qarashini. Sizda bo'lsa IELTSda ham essay bor edi-ku, whoever controls media controls the minds of people. To what extent do you agree? Essay bor edi. Kim mediani boshqarsa, o'sha insonlarning fikrlashini boshqaradi degan mavzu. Oldin bu film, TV'lar bo'lardi. Hozirda bu ijtimoiy tarmoqlar. Masalan, clean girl aesthetic chiqdi. Voy, mana bunaqa qilib yurish kerak ekan qizlar. Barbie girl aesthetic chiqdi. Hamma o'shanga qarab ketaveradi tam. Qattiq o'qish kerak. Andrew Tate aesthetic chiqdi. Unaqa qilish kerak. David Goggins aesthetic chiqdi. Hamma odam chop ketaveradi. Yoqqa ketsa bunisi, bu yoqqa ketsa trendlarni ketidan quvib-da. Chunki media shakllantiryapti insonlarning dunyo qarashini-da. Baxt qanaqa konsepsiya? Baxt bu rozi bo'lish. Ya'ni chiqib qichqirishingiz kerak emas. Men baxtliman, zo'rman
qahramon qaranglar voy zo'r yo'q. Prosta xotirjam bo'lish ham bu baxt. Peace-da bu, xotirjamlik ham baxt. Sizda aktiv formada peace, aktiv formasida bu happiness bo'ladi. Demak, happier, less happy degan tushuncha yo'q ekanda demak. Mana men o'tgangidan ko'ra hozir happyroqman degan, baxtliroqman degan tushuncha yo'q ekan. Men yo baxtli bo'lasan, yo rozi bo'lasan, yo rozi bo'lmaysan, bo'ldi, baxtsiz yuraverasan degan ikkita o'lchovi ikkita qaraganda baxtliroqman hozir. Ha, shuni o'lchayapsizmi demak? Qanaqa o'lchavyapman? Внутренний состояниеdan kelib chiqibdi. Norozilik kamroq. Endi yana masalan keyingi yilgacha bundan ham yana baxtliroq bo'lishingiz mumkinmi? Menimcha aqli bor inson baxtli bo'lish yo'lini по-любому topadi-da. Mana shu proses oshadigan narsami shu faktor? Endi qilayotgan harakatlaringizni kutuvi sizga bog'liq deb o'ylaydigan bo'lsangiz, menimcha bu narsa oshmaydi. Yana yangi narsa chiqib kelaveradi. Yana baxtsiz bo'lib ketaverasiz. Chunki mana dopamin ham shunaqa-yu, boya aytdik-ku, eng zo'r Galatasaray oldida San Sebastian deganingizdan keyin zo'r nesangiz ham baribir o'shanga taqqoslaverasiz-da. Shunga o'xshagan narsa-da, inson har doim wants more and more. Ko'proq xohlaydi. Chunki bu bizning biologiyamiz. Bu dopaminni biologiyasi, biokimiyani biologiyasi shunaqa-da, biokimiyada xohlayveramiz. Kim aytdilar menga bu gapni? Azim Po'lat, Google'da ishlaydigan o'zbek yigitimiz borlar. Yevropada uchrashasizlar, adashmasam. Zo'r gaplar aytdilar-da. Mana bu want bilan have degan narsa miyamizning retseptorlari responsible bo'lgan. I want degan retseptor 80% ni shu foiz esimda yo'q. Azim agar ko'rayotgan bo'lsangiz to'g'rilab yuboring azimjon. Want degan retseptor 80% ni egallasa, have degan retseptor 20% ni egallar ekan. Ya'ni menda bor shukur degan narsa insonda уже biologически kamroq ekan retseptorlar jihatidan ham men yana xohlayman deb. Endi chista agar evolutionary bu narsani judge qiladigan bo'lsangiz, menda bor rahmat shukur qilib o'tirib qolsangiz ham bo'lmaydi. Shunaqa. Harakat qilsangiz ham yaxshi inson bo'lasiz, ko'proq foydasi tegadi. Tushundingizmi nima demoqchiman? Demak, want va have ni balansi yo'q, даже 50-50 emas-da. Necha baravardir ko'proq-da. I want to have degan narsa odamdagi o'sha drive, harakat qilaman degan narsa-da. Tushunarli. O'zi endi juda chuqurlashib ketib qoldik. Sal yengilroq mavzuga qaytaylik. Mayli, bemalol. Yevropada o'sha Azim aka bilan uchrashdingiz. Qalay bo'ldi o'zi Yevropa sayohati? Qanaqa joy ekan? Somsalarni sog'indim, norinlarni sog'indim, uylarni sog'indim. Menda bir g'alati feeling bo'ldi. O'shanda sharsharaga bordik, ochkimni taqib olganman. Allergiyada aksiryapman-da, Noza o'shanga deyapman-da, o'zi yig'layapman. Nimaga? Chunki g'alati чувство bo'ldi. O'zimda aybdorlik hissini his qildim. Shu chiroyli Shveysariya umuman boshqa planeta ekan. Har bir insonga shu podkastni ko'rayotgan shu xonadagi har bir insonga niyat qilib qolaman, tilab qolaman. Bir marta bo'lsa ham hayotda Shveysariya ham ko'rsin. Alohida planeta, Yer planetasidagi alohida joy. Bunaqa yashillikni umrimda ko'rmaganman. Bunaqa tinchlikni umrimda ko'rmaganman. Umuman hech qanday tovush eshitmaysiz. Soat 9 da уже hamma uxlaydi, hamma tabiat bilan balansda garmoniyada yashayapti-da. Chunki mana quyosh chiqqanda bizda уже anaqalar chiqadi. Melatonin quyosh ketgandan keyin chiqadi. Уже organizm ham sog'lomda. Azimjon ham aytibdilar, Yevropaga kelgan inson уже stariyit qilingan bu narsa 10 yoshga ichkarisidan уже yosharishni boshlaydi organizmdan. deyaptilar-da. Haqiqatan ham qanaqadir his qilgandek bo'ldim, ayniqsa Shveysariyada. Qarayman, chiroyli joylar, yig'i kelyapti. Qaniydi oyim ko'rsalar, qaniydi adam ko'rsalar, qaniydi uydilar ham shunaqa chiroyli joylarni video qilaman, tashiyman, adam keyin duo qiladilar. Mana men ko'rmadim, farzandlarim ko'rdi. Mayli deylar, undan battar o'zimni aybdor his qilaman-da. Har safar chiroyli joyga borganimda ham xursand bo'laman, mixed feelings bo'ldi-da menda. Ham o'zimda aytdim, xudo xolasa qaytib kelib qattiq ishlayman-da, qattiq ishlab oilaviy hammani qayoqqadir olib borib aylantirib kelaman. Mana niyat, mana maqsad. Da, kelaman deb bosib ishlayman-da dedim-da. O'zi qanaqa, odamlar jihatdan qanaqa Yevropa? Endi ba'zilar aytadi juda yomon deydi, ba'zilar aytadi kultura yo'q deydi. Qayoqqa borsangiz o'zingizni olib ketasiz degan filosofiya menga yoqadi-da. Nimaga fokusingizni qaratsangiz. Yevropada hayron qolgan o'shani culture shock bo'lgan narsalar, odamlar juda ham work and life balance o'sha olishi bo'ldi.
masalan kerak bo'lsa juma kuni ham supermarketda ishlamay ekan. Biz Shvetsariyaga kelganimizda juda sovuq ekan. Men futbolkalarda ketganman, kurtka olamiz dedi. Shanba kunmidi, mollar ishlamayapti. Shopping mollar ishlamayapti. Yo'q, уже bo'ldi. 5 ta yopiladi, shopping mollar ishlamaydi. Уже odam yo'qda tartibli, disiplinali bo'lishga majbur. Chunki masalan narsa sotib olmoqchimisan, bilgan dushanba, o'sha seshanba mashg'ulga bora olasan. Mana shu vaqtda уже reja qilib qo'yadi. Grocerymi, noning qolmadimi? Bo'ldi, endi kechirasan, dushanbagacha kutasan. O'shani development qaytib basic narsalarga qaytishni talab qilib qolibdi-da. Shuncha rivojlanganki, balki odamlar o'zi o'sha oldinlari qanday yashagan bo'lsa, xuddi o'sha qaytishga majbur bo'lib qolibdi. Shu work and life balance zo'r edi. Yana kimga qaramang kulib turadi. Kulib turadi. Bizda uni shaxsiy chegara deydimi? Balki adashayotgandirman, lekin ko'p kuzatganman O'zbekistonda tikilib turish normal holatda. Kimgadir tikilib qarab tura olamiz-da. Men o'zim g'alati his qilaman kimdir tikilib qarasa menga-da. G'alati bo'lib ketaman. Yo'da endi bari o'zbekman, kimgadir sal ortiqcha qarab qolsam g'alati bo'lardim-da. Endi yo'da bu narsa normal holat emas-ku. Kimdir menga tam 3 sekund qaradimi, обязательно ketidan kulib qo'yadi-da. Toq qilib boshini kivat qiladi, kulib qo'yadi. Mana shu narsalar hayron qoldirdi. Yana nima desam ekan? Hamma qoidalarga bo'ysunishi juda chiroyli narsa edi. Tam hech kim yo'q-ku, ketdi, o'tib ketaveraylik, peshkom o'tib dedi. Yo'q, Barnopa bu Yevropa. Yoki Billie Eilish konsertiga biza standing ticket oldik-da. Anaqa uzun liniya ko'chagacha borganda, biza bo'lsa noto'g'ri eshikdan kirib qo'yibmiz, o'chirib turib kirib qo'yibmiz noto'g'ri-da. Keyin chiqdik u yoqda, keyin borsak boshqa o'chirtimiz ko'chagacha ekanda, ketyapman. Va shuncha turdik-ku, ketdik, men bu yoqdan sekin turib o'ramiz. Bu O'zbekiston emas. Bu yoqda hozir anaqa yeb tashashadi sizni, Barnopa dedilar-da sheriga. Orqaga borib, yana hech narsa bo'lmaganda turdik-da. Hamma shu tartib saqlaydi. Baribir odobliroq qilib qo'ydi deydi. Necha davlatda bo'ldi shunda? Bilmadim, bir 6-chada bo'ldim menimcha. Qaysi? Barselonaga birinchi bordim. Ispaniyaga bordim, Milan, Rim, Malta, Varshava, Krakow, Polsha. Polshada bo'ldim. Shvetsariyada Bern, Zurich ko'rdik. Eng yoqqani Shvetsariya bo'ldi. Shvetsariyani o'zi aytdilar, anaqa birinchi Barselonaga kelganimda qat 200 yildan beri qurilayotgan zdaniyaligi bor ekan. Wow, shuni tagida o'tirib kofe ichmasam bo'lmaydi. O'tiraman, kofe ichaman. Keyin sherigi metallar ular tuzib chiqdilar-da hammasini. Keyin Barnopa bu boshlanishi. Bo'lishi mumkin emas deyapman. Men kichkinaman, zdaniya bahaybat-da. Keyin qarab, mana shu 2 soat o'tirib qarab, anqayib, shunaqa chiroyli bu boshlanishi. Keyin Azimjon aytibdilar, o'sha Googledagi ketimiz Shvetsariyaga nechinchi o'chirtda boryapsizlar? Предпоследний boryapmiz dedilar. To'g'ri qilyapsizlar. Men tushunmadim. Nega unaqa deyaptilar deb keyin tushundim. Agar boshida Shvetsariyani ko'rib, keyin boshqa joyga ko'rganimda, men baribir dopamin ana bu qilganda. Chunki ularda shunaqa bo'lgan ekan-da Azimjonda. Shvetsariya borgandan keyin bo'ldi уже. Qolganlari nolda, zo'r bo'lsa ham bo'ldi deb hech narsa uni o'rnini bosa olmas ekan-da. Tushunarli. Endi borib qolarmiz biz ham, xudo xolasa. Обязательно. Viza topshirib qo'yamiz, endi bundan ham o'tkazib bermasa. Boramiz, xudo xolasa. Yaxshi. Endi keling, hozir ko'pchilikda muammo bo'layotgan masala, juda aktual masalaligi uchun biz ham endi ko'tarishimiz shart deb o'ylayman. Ayniqsa siz bilan ham ta'lim, ham psixologiyani balansini topib bergan odam bilan stress va depressiya. Ba'zilar aytadi stress shart deydi. Misol uchun men o'zim shunaqa deyman o'quvchilarimga. Stress shart deyman. Sen masalan hozir o'qish boshlayapsanmi, stress to'g'ri bo'ladi senda. Shunga tayyor bo'lishing shart. Depressiya endi u yomon, uni bilamiz. U juda shunaqangi chuqurlikka olib kiradiki, chiqish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Endi aynan shu o'qiyotgan odamlarda stress o'zi qanchalik kerak yoki umuman kerak emasmi o'zi? Stress free bo'lishga harakat qilish kerakmi? O'qituvchi ham stress paydo qilmaslikka urinish kerakmi yoki stress bo'lavergani yaxshi, disiplinaga solib turadimi? Qarang, Richard Feynman adashmasam, Einsteinning ustozi, leksiyaxonaga kirayotganda hamma o'tirib, boshini qashib, matematikani yecha olmay o'tirgan bo'lgan ekanda, siqilib, learning is taking place here degan ekanda. Odamlar o'rganyapti deb. Mana bunaqa narsa bor-da, yana Andrew Hubermanning learning haqida zo'r podkasti bor-da, miyani mexanizmlari bilan o'rganishni tushuntirib beradi-da. Umuman o'rganish qanaqa sodir bo'ladi? Qanaqa inson o'rganadi?
o'rganish o'zi nima ta'rif berasiz? Learningga ta'rif bering. Yangi narsani o'sha miyasiga programma qilish, yangi narsani yozish. Mana shu deb o'ylardim. Yangi narsani qabul qilish, intake qilish bo'ladi deb. Yo'q, learning degani unutish statistikasini sekinlashtirish degan ekan. Unutish reytini, ya'ni bizani o'rganayotganimizda yangi informatsiyani inputi bilan emas, ya'ni bizani unutishimizni qanchalik sekinligiga qarab o'lchanar ekan. Zo'ra, o'sha narsani tushuntirib beryapti-da. Scientifically, ilmiy ta'rif beriladigan bo'lsa, o'rganish bu yangi ma'lumotni olish emas. Ma'lumotni shunday ham olamiz, tim bo'lib hozir o'tirib Instagramda olib tashlaymiz. Lekin muammo odamlar o'rgangan narsasi tez esdan chiqib qolyapti yoki esda qolmayapti. Mana shu narsa bo'lyapti. O'shanda Richard Feynman aytgan ekan, qarab siqilib o'tirganlarni ko'rib, odamlar o'rganyapti deb. Ya'ni qiyinchilikni ko'rib aytgan ekan-da bu narsani. Agarda siz, masalan, mana shu podkastni ko'rayotganlar, xursand bo'lib, o'ynab kulib o'rganayotgan bo'lsangiz va oson qabul qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz o'rganmayapsiz. Demak, tez orada esdan chiqadi, o'zingiz qiynab qolasiz. O'sha podkastni ko'ring. Mana ilmiy tushuntirib beradi. Bilingki, siz o'rganmayapsiz. Qachonki qiyinchilik bo'lsa, o'rganayotgan bo'lar ekansiz. Chunki yana o'sha neyrobiologiyada tushuntiradigan bo'lsa, insonni miyamiz yangilikka nima qiladi? Yangi narsa ko'rsa, resist, qarshilik qiladi. Yo'q deydi, yangi narsada qo'rqadi, qabul qilmaydi, отговорить qiladi. Bunga qarshilik ko'rsatadi. Oson qabul qilyaptimi? Demak, bu yerda o'rganish bo'lmayapti-da. Shuning uchun ham mana bu stress o'rganish so'zini sinonimi. Bu bo'lishi ham shart bo'lgan narsa. Stress yo'qmi? Kechirasiz. Siz o'rganmayapsiz. Ana gaplarchi, sizga oson o'rgatamiz, mana buni qilishingiz shart bo'lmaydi. Endi qarang, oson, bepul va yana qaysi tez. 3 ta trigger so'zlar target o'rgatadiganlarda reklamani oltin so'zlari hisoblanadi. Bepul o'rganing. Tekin, bepul, tez, oson degan narsalar. Endi mana bunaqa narsada inson lotereyalar bor, to'g'rimi? Anaqa o'ynashadi, borib Las Vegasda kazinolar o'ynaydi yoki mana bu piramidalar bor har xil, to'g'rimi? 2-4 oyni olib kelib palon-piston bo'lsa, endi insonni ichida baribir dangasalik bizda bor-da. Bizning biologiyamiz o'zi dangasa. Nega? Chunki bizning butun funksionimiz, miyamiz bizda energiyani saqlashga harakat qiladi. Nima qilsa ham energiyani saqlashga harakat qiladi. Masalan, nimaga erinchoqman? Chunki miya meni yana saqlayapti-da. O'tir, nima qilasan, sportga borsang muskuling o'sadi, bu degani yoriladi, yirtiladi. O'shani hisobiga o'sadi. Bu narsa yana stress, organizmga stress. Tushunyapsiz-a? Hozir boshiga bog'lashga anaqa qidiryapman. Mostik. Primoy mostik qidiryapman. Ya'ni mana sizga oson o'rgatamiz degan narsa по-любому bu manipulyatsiya. Bo'ldi. Endi oson o'rgatish mumkin. Masalan, primerlar bilan meni tilimda men qanaqa deb tushunaman, oson o'rgatishi bu IQ'ingiz balandligini yana bitta belgisi. Masalan, siz men bilan gaplashsangiz, men psixologiyani yaxshi ko'raman, kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Siz menga mos misollarni bera olasiz. Sizga moslangan. Masalan, ITda o'qiydigan bola kelsa, masalan, sen kod yozasan, kod yozayotganingda mana bunaqa bo'ldi, deysizda, uni tilida tushuntirib bera olasiz. Ya'ni meni definitionimda oson o'rgata oladigan ustoz o'sha bolani tilda gapira oladi. Ko'cha bolaga ko'chacha gapira oladi. Individual approach qilib, specially tailored deylik, ya'ni shu odam uchun maxsus yasalgan programma. Masalan, siz uringiz manbada, lekin uni uriniga tusha olasiz. Zo'r. Chunki u misolni tushunmaydi siz aytayotgan narsalaringizni. Uni tilni, meni fikrimcha, oson shunaqa bo'ladi. Lekin mana shuncha yillar davomida o'rgatib kelingan usul bu xato. Masalan, men oson yo'lini bilaman. Bu masu, men senga grammatikani o'rganmasdan o'rganish yo'lini ko'rsataman. Endi bu yana insonni egosida. Masalan, mehnat qildi, mehnatini rezultatini ko'rmadi-da. Endi nimaga men balki yetarlicha qilmagandirman degan narsani o'zida izlamaydi-da. Insonga nima qilish osonroq, ayblash osonroq. Chunki o'shanda u anaqa qiladi, soqit qiladi, o'sha o'zini yaxshiroq feel qiladi. Nima qiladi? Demak, menga ustozim noto'g'ri o'rgatgan ekan-da. Demak, metodlari noto'g'ri ekan-da. Yana bitta narsada texnik
texnikalar bormi IELTSda til o'rganishda? Da, bor texnikalar. Lekin menga alam qiladigan narsa, bular bo'lmag'ir narsani ham texnika deb chiqishligi, to'g'risida. Oltin olma texnikasi. Nima uxlab o'ylab topdingmi u texnikani? Sasu paypoq texnikasi. Bilmayman. Mani fikrimda masalan menda ham rashkchi texnikasi bor. Lekin bu texnikani tagida tanqidiy fikrlash yotadi. Xuddi rashkchi insondagi ikir-chikirgacha so'raysiz-ku, mamti qanaqa, mamti bunaqa, nimaga bunaqa bo'ldi deb. Ha, lekin uni tagida osnovniy narsa yotibdi-da. Odamlarga jamoadagi yoqib tushyaptimi deyman talabalarga-da. Mana bunaqa texnika orqali sizga mana bu narsani o'rgatib qo'yaman. Xuddiki bir texnika borki, o'sha texnikani o'rgandimmi, bo'ldi, uni keyin paypog'i sasimaydi. O'sha anaqani bilib olish kerak. Oldin hamma ishlatib kelingan usullar xato bo'lgan-u, buni shu yaratgan texnikasi zo'r. O'sha problemaga solution topdi degandek. Xo'p, endi bu stress bor ekan. O'qiganda stress bo'lar ekan o'zi. Xohlagan yangi narsani o'rganyapsanmi, stress inevitable. Bundan qochib qutulmaydi. Bo'lishi kerak. Shu stress yig'ilib depressiyaga olib kelib qo'ymaydi? Olib keladi. Unda nima qilish kerak? Endi qarang, depressiyani ham ikki xil turi bor. Klinicheskiy depressiya bor, mana bu biza odatda xalqda aytadigan depressiya bor. Masalan, depressiya deganda ko'plar mana bitta gruppaga har xil narsalarni kirgizib yuborishi mumkin-da. Masalan, burnout, эмоциональное выгорание kirib ketishi mumkin. Ekzistensionalniy какой-то кризис ham kirib ketishi mumkin. Shunchaki zerikish bo'lishi mumkin u. O'zi tushunishim bo'yicha terapiyada o'zi depressiya bu klinicheskiy depressiya hisoblanadi. U miyani biokimiyasi o'zgarganligi hisobiga bo'ladi. Masalan, ko'pincha logistikada ishlaydiganlarda bo'lar ekan. Gormonlar o'zgarib ketib qoladi. O'zgarib ketadi. Biokimiyada, chunki mana bu melatoninni tushirish uchun ular juda ham ko'p kofein ichadi, adenozinga u ta'sir qiladi, retseptorlar o'zgaradi. U masalan, vroj hamma narsasi bor, bola chaqasi bor, uyi bor, boshpanasi bor, lekin unda mana shu tuyg'u bo'lmayapti. Nimaga bo'lmayapti? Chunki uni miyasida biokimiya o'zgargan. Bunaqa narsada siz ming yaxshi niyat qilib, ibodatingni qil, uni qil, hammasi yaxshi bo'ladi degan narsangiz o'zi yordam bermasligi mumkin. Chunki bu yerda tanada ximiyada muammo bor. Bu yerda уже nima psixoterapevt, psixiatr, doktor ular bilan shug'ullanadi. Kerakli analizlarni topshirtiradi. Ya'ni birinchi navbatda professional inson исключить qilish kerak. Sizda mana shu ximiyalarni o'zgarishidan kelib induced bo'lgan depressionmi yoki bizni tushunadigan, xalqda tushunadigan nima deydi, traditsionniy depressiyami? Traditsionniy depressiya nima? Noroziligini chiqarmaydi, norozilik bo'ladi, expectation bo'ladi. Endi bu meni tushuntirishim, men hech qanaqa psixolog o'ynayotganim yo'q. Mana shu narsa yig'iladi-da, keyin paq etib yoriladi. Shuning uchun ham sezgan bo'lsangiz, baqir chaqir qilib yuradigan, jahlini chiqarib yuradigan odamlar kamdan kam siqiladi-da. Lekin jim yurgan, hamma narsani, yoki kinolarni olaylik, psixopatlar haqida, manyaklar haqida hayron bo'lardim-da. Прям hech kim я никак не догадывался, bilmasdim tashqi ko'rinishidan. Yoki sinfdoshlarimiz eslaylik, bir pismiq sinfdoshlarimizni, "Voy shu bola shunaqa narsa qilibdimi?" deb qolardik-da. Ya'ni любой hissiyot, любой feeling, emotsiya yashalishi kerak-da. Prosta u hissiyot bo'lgani uchun u qo'limiz emas, barmog'imiz emas. Biz uni ko'zimiz bilan ko'rmaganimiz uchun u narsani tirik organizmdek qabul qilmaymiz-da. Ichimizga yutursak u narsa mayli bo'lar, ha bo'lar. Lekin baribir ichki norozilik bor-ku. Norozilik olib tashlanmaguncha bu narsa baribir o'zini tashqarida proyeksiya qilaveradi. Jahli chiqib. Bu o'qishdan keladigan stressdan yig'iladigan depressiyachi u? U an'anaviymi yoki o'sha siz aytayotgan klinik depressiyaga olib kelishi mumkinmi? Mana men anaqada Milanda talaba yigit bilan gaplashib qoldim-da. Ko'p talabalardan eshitiladigan narsa, eshitadigan holatligi xullas, Italiyada ko'p studentlar depressed bo'lar ekan. Chunki stipendiya olish oson, o'qishga kirish oson, nanotexnologiya tanlaysizmi, nuclear engineeringga tanlabdi bitta yigitimiz, juda ham qiyin, atomning injeneriya. Zo'r stipendiya bergan, borgan, lekin bilmaganki, hammasi endi boshlanadi. Stipendiya yutish eng osoni bo'lgan, o'qishga kirish eng osoni bo'lgan, o'qish bo'lsa eng qiyini. Ya'ni oldin miya shuncha informatsiyani обработка, process
qilishga o'rganmaganda bu yoqda bittada batmasanga deb shuncha informatsiya bo'lyapti. Bu уже stress. Ikkinchidan butun umr o'sib ulg'aygan joyi boshqada, boshqa davlatga ko'chib bordi, yangi kultura, yangi insonlar, yangi joy. Buni o'zi qancha stressda. Buni o'zi qancha stressda. Bu hammasi keyin juda ham katta tushkunlikka tushib qolishar ekan talabalar. Chunki culture shock bo'ladi, uyini sog'inadi, o'qish qiyin. Juda qiynalishadi. Juda ham ko'pchilik talabalar mana Ziyoxonov ham Qora London qildilar-ku. Ha, juda ham yaxshi chiqqan o'sha anaqalari, peredachalari, kontentlari. Mana shu narsa ta'sirida ko'p talabalar o'qishni prosta tashlab ketayotgan ekan. Yana nima qiladi? Bizani kutuvimiz, mana qarang, yana ключевой so'z kutuvimiz boshqacha bo'ladi. Amerikanskaya mechta, yevropeyskaya mechta, boraman, zo'r bo'ladi. Men bu kursam bo'lib quchoqlab kutyapti. Ham pul topaman, ham aql keldi. Вот именно. Endi bari o'zbekmiz. Bizani qonimizda ota-onamizga qarashiylik, tam 3-4 so'm yordam beraylik degan narsa bor. Chet el davlatlarida talabami, talabalik qiladi ko'pincha. Tam dastavkaga ishlaydi, bir nima qiladi, lekin kontraktini ko'p holatlarda ota-onasi уже tug'ilgandan yig'ishni boshlaydi-da. Bizani o'zbeklar baribir ota-onamga og'irligim tushmasin deydi, boradi, ish qidiradi, ham kontraktini to'lash kerak. Ya'ni o'zi chayni olishidan ko'ra ko'proq narsani tishlaydi-da. Уже bo'ldi, psixika qachon depressiyaga tushadi? Bo'ldi, уже spravляться qilmayapti. Bu narsa уже mexanizm ishdan chiqyapti. Sen bo'ldi, to'xta. Ishlamaysan, mashina buzildi, ozgina brek ol, slishkom ko'p deyapti bu narsa. Bundan chiqish yo'li bormi? Endi aytganimdek, agar bu klinicheskiy bo'lsa, bunga baribir doktor kerak. U bilan уже ximiyani o'zgartirib, antidepressantlar, kerakli muolajalar qilib, joyiga tushirib, ham terapiya qilish kerak. Agarda unga faqatgina antidepressant berilsa, dorilar berilsa-da, lekin mana bunaqa narsa-da, mana chigal bo'lib qoldi-da bir narsa. O'sha chigalni yechib tashlamaguningizcha bu narsa sizni qiynaveradi-da. O'sha narsani ochib tashlamaguncha u narsa miyada qolaveradi. Dorilarni ichadi, terapiyada bo'ladi 2 oy, 3 oyda, keyin u dorilarni tashlagandan keyin chugal hali ham turibdi-yu. Yana o'sha hayotga qaytish kerak-ku. Men yo'da sun'iy ravishda gormonlar tug'iladi-da, lekin gormonlardan chiqqandan keyin u baribir hayotga qaytish kerak-ku. Bu yo'da hali ham norozilik bor-ku. Depressiyadan chiqish yo'li norozilikni ustranit qilish. Norozilikka ustranit qilishga u o'zi bilan o'zi come to terms qiladi. O'zi topadi. Psixologga boraman, menga maslahat bersin, eng yomon narsa mana shu o'y. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Men tushunmayapman, nima qilishim kerak, psixologga boraman, menga yechib bersin. Yo'q, sizga maslahat berdim, psixolog, oyoq qo'lingizni ko'tarib chopishingiz kerak. Bu umuman etikaga to'g'ri kelmaydigan narsa hisoblanadi-da. Baribir hayot sizniki, tushuning, mas'uliyatni siz olishingiz kerak. Ertaga qiladigan qaroringizni oqibatiga siz javob berishingiz kerak. Shu narsani anglash kerak. Tushunarli. Yana bitta gap aytgan ekansiz, hayotda ham men Instagramga o'xshagan algoritm ishlaydi deb o'ylayman degan gap aytgan ekansiz. Shu bo'yicha o'zi menda bir ikkita savollar bor edi. Keyin ko'p o'zi nimada Instagramda ochadigan temangiz bor-ku, matritsa. Shu bilan qanaqadir aloqadorlik joyi bormi shuni? O'sha matritsa haqida Thinking Out Loud degan kanalimda 2 ta adashmasam 20 minutlik video tashladim. Hozir tushuntirsak 40 minut bo'lib ketib qoladi. Bo'ldi. Uzoq ketadi. O'shani qoldirsak, kirishsa, menimcha yomon tushuntirilmagan. Hayotda ham Instagramdagi algoritm ishlaydi deganim sababi, bitta psixologiskiy fenomenni nomi bor-ku, qizil mashina sotib olganingizdan keyin ko'chaga chiqsangiz hamma qizil mashina yurganda. Hamma qizil mashina, hamma Opel qizilni haydar ekan-a deysizda. Yoki bitta mashina olaman deb niyat qildingiz, ko'chaga chiqsangiz faqat o'sha ko'payib ketibdi. Mana shu mashina, hamma shu mashina haydashni boshlabdi deysizda. Fokus внимание degan narsa bor-da. Nimaga? Men shu narsaga juda ham ishonaman. Nimaga e'tiborimizni qaratsak, mana shuni ustida aslida juda ham ko'p to'g'ri va noto'g'ri bo'lgan psixologik kurslar ham afsuski qurilganda. Shukronalik daftarini yozganda, shukurman qilaman deb yozganda, ketdi-da, o'tsiflar, voy rahmat, hayotim o'zgardi. Yo'q, sen просто fokus вниманиeni, diqqatingni to'g'ri joyga qaratishni boshlading. Ko'proq shukur qilishni payqashni boshlading. Men baxtni
payqash challenge'ini qilgan o'sha Thinking Out Loud kanalimda baxtni payqash challenge. O'shanda men bugun payqagan 10 ta yaxshiligingizni yozing derdim. Esimda journaling bo'ladi. Bugun men bu narsani payqab, o'zi aslida bu narsalar har kuni bo'ladi. Mana shukur qilaman desangiz ham sabab topasiz. Noshukur bo'laman desangiz ham sabab topasiz-da. Hayotda ham algoritm shunaqa degani, men lupaga kirganimda masalan, hozir qarang, endi karillab qo'yib turib noto'g'ri narsa chiqib qolsa, anaqa bo'lmaydi. Mana men Barnom Ukimova, lupa hozir Wi-Fi ozgina qotyapti. Kirganda masalan kiyim qidirgan bo'lsam, kiyimda chiqishi boshlaydi. Qanaqadir bir g'iybat narsa ko'rgan bo'lsam, u chiqdi. Mana content rejani artificial intelligence bilan qilish, sayohat haqida qidirgan bo'lsam, sayohatim. Shu narsaga e'tiborimni qaratdim-ku men. Shuning uchun shu narsa chiqyapti-da. O'zimga o'zim aytdim. Aha, qara, chunki inson ko'rgan narsasiga ishonishi ehtimoli oshadi. Mana qara, hatto Instagramda ham shunaqa-yu barnodimda o'zimga o'zim suhbat qilib. Keyin demak, hayotda ham yaxshilikni payqashga harakat qilgan, balki yaxshilik ham ko'pdir deb. Demak, bunda o'sha eng yaxshi instrumentlardan bittasi journaling, ha? Journaling zo'r. Haqiqatda bu ham dokazanniy narsa. Chunki diqqatingizni yig'ib beradi-da. Filtrlardan o'tkazib beradi. Yomon narsani yozsangiz ham bo'ladi. Chunki boya aytayapman-ku, masalan, kimdandir jahlim chiqdimi, xafa bo'ldimmi, uni ham yozaman. Chunki u qolib ketish kerak emas-da. Ichimda qoldimi, bo'ldi. Bu ham tirik narsa, chirishni boshlaydi. Kimdandir alamim olgim keladi, sinimga kesatib gapirib qo'yishim mumkin. Yomon baribir bu narsa. Chiqarish kerak, ekologik ravishda chiqarish kerak. Tushunarli. ChatGPTni yoqib olaman-da, gaplashib o'tiraman. Tushunarli. Endi oxirgi savol menimcha, qachondir yana offline teachingga qaytish planlari bormi? Barnom o'qiyman degan savollar kelgan. Bor. Treninglarga qaytgim kelyapti, juda ham teachers treninglarga. Ustozlar bilan, bilmam, 20 tami, 30 tami ustozlarni yig'ib, ular bilan. Chunki balki 100% online offline bo'lmas, chunki baribir menda ham talabalar ko'plari viloyatdan, boshqa davlatlardan ham kursga yozilishadi-da. Balki qanaqadir gibrid formatda bo'lar. Lekin aytganimdek, men odamlarni yaxshi ko'radigan insonman. Ular bilan gaplashib, bilim almashib, offline'da ham ko'proq o'rganardim. Ularga bir nima yo'q deb eshitib o'tirardim. Ko'p o'rganish bo'lardi-da. Menimcha mana shu IELTS teaching bo'lmasa kerak, balki ustozlarning treningi, shunga o'xshash narsaga qaytish xohlardim. Zo'r bo'ladi. Kutib qolamiz bunda. Shunaqa yaxshi yangiliklarni sizdan, Barnom opa. Menimcha hamma mavzular cover qilindi. Rahmat kattakon podkast uchun. Siz qanaqadir xohlagan mavzu qolib ketmadimi? Yo'q, menimcha juda ham zo'r, mazmunli, bemalol, shoshilmasdan. Menga o'zi Behruzning auralari yoqadi. Ya'ni vaziyatdan foydalangan holda aytib qo'ymoqchi edim. Behruz meni ustozimlar ham. Chunki Behruzdan dars olgani kelib turaman. O'sha bari offline'ga, nimaga bo'lgan, insonlarga bo'lgan nimam bor-ku. Muloqotga bo'lgan menda niyat bor-da. O'shani to'ldirish uchun darsda o'tiraman, kelaman deb Behruz har doim yaxshilik qilib, "Yo'q, Barnom opa, siz bo'lsangiz bolalar gapirmaydi, yo dars o'ta olmayman" degan narsalar qilmaylar. Darsga kiraman, chetda o'tiraman, o'zimga vashshi zo'r observationlar qilardim. O'shanga ham alohida rahmat demoqchi edim. Rahmat sizga ham. Vashshi maza qildim, Behruz. Men ham maza qildim. O'zi doim o'zi maza qilamiz. Bilan gaplashsam o'sha har xil mavzularga o'tib ketaverganimiz ham juda ham qiziq bo'ladi. Doim o'zi. Kameralar o'chiq bo'lgan paytda ham. Juda yaxshi podkast bo'ldi, umid qilaman. Aynan bizani tomosha qiladigan, bizani auditoriya uchun juda ham kerakli, aktual mavzular ko'tarildi. Ayniqsa o'sha psixologiyaga taqalgan joylar, stress, depressiya, shunaqa masalalar bo'yicha hamma o'ziga kerakli xulosalarni oladi degan umiddaman. Keling, yana mana bunaqa qilamiz. Agarda bu podkastimiz ham keyingi podkastimizdek foydali bo'lgan bo'lsa, 3 ta sizga yoqqan eng zo'r g'oyani kommentariy qismida qoldiring va 3 ta g'oyangizdan tashqari yana 2 ta savol qoldiring. Agarda mabodo keyingi podkastimiz xudo xolisa bo'ladigan bo'lib qolsa, o'sha savollarga javob beramiz. Zo'r bo'ladi. Umid qilaman podkastimiz davomli bo'ladi. Yana yangi mana chiqib kelayotgan aktual masalalarni yana ko'tarib shunaqa. Endi bu sizlarga bog'liq. Maza qilib gaplashamiz xudo xolasa. Katta rahmat Barnom opa, kelganingizga, vaqt ajratganingizga rahmat. Taklif uchun.